Мен Моңғолкүрә деген Гүлжінің бір найысы туғылған, Гүлжінің найты жырақ бір еді. Менің айлам, апам, дадам оқымыш қадамлады, апам ашу немеді халық үкіметі деген еді ішләтті, дадам бұс банкет ішләтті, әміміз biz 6 baldık, bir adam tükettim. Ballarınki 6-sı en küçük öyününki. Küçüklük vaxtımda isimni bilsem, şu Moğolküra degan bakilqi aqida bir yetgandik, o chat bir yaga, ya telefonu yo'q, vaqtida telefon yo'q, lekin radiomi yo'q, televizormi yo'q, hech narsa yo'q. Bir vaqtda tug'ilibdi menga. Shu vaqtlarda tinchlik, bir xil jimjit, bir xil chat bir yog'ashqa dünya muşinchilikmidi, muşinchik tinch, muşinda jimjit, muşinda bir yamidi, bu yanın teşi qandaqdı, dünyanın sırtı qandaqdı deb kichigimdan aslında deb o'yladim. Men kichik vaqtimda biz Moğolküra degan yerda tug'ashqa atrofimiz, qo'shnilarimiz har xil millatlardan, qozoqlar batdi, uyg'urlar batdi, mo'ng'ul batdi, hatta bir atal Xitoylar batdi, ashtaq bir necha millatlar azroqdan to'plashgan ashtaq bir yerda mahalda yashatdim. O məlni hazır olsam küçük vaxtımızda insanlar intayın saddə, intayın mehmandost, ağgönül, şundaqdı. Lekin bir iqtisadi cəhətimdə bir olsam hazır iqtisad vaxtlarda həqiqətən nacardıkə, bək tövəndikə. Əmdə mənim ailəmninki iqtisadi onun qarğançaqda kiçkin yaxşıraqdıkə deb oylayman, lekin ətrafım qarsam şundaq kişilər tarışıb işlısımı, iş qılıb tazı yeterlik emas, aşındaq bir şəraitdə çoğ bolğan, mening şəraitim yaxşıraqdək qalğan bilə bizning ətrafımız köpüncə şundadı. Lekin şu kiçik vaxtdakı savaqdaşlarım, məktəbdəki dostlarım, bir xil mehrlik, şunçilik sadda bir sap dostluqni o'rnatib mənə şu vaxtki dostlarım mana məngü hazırgıca dost bo'lib kelyapman. Ular bilan halbuki şu qaytib baramıdım da ularni ko'ramayman, qachon ko'rma bilmayman. Məldikilar hem dostum bo'ldi, hem məldikilar bo'ldi, hem ömürlük dostum bo'lib qolib qoldi. Shunchalik bir go'zal bir aslimalar, sadda, şu aq ko'ngillik, dostluq, haqiqatan bir-birisi ko'ynadigan, shundaq bir məldə cho'ng'olganman. Mening ailemde hədlərimiz Xitayca o'qigan. Şu Xitayca o'qigandan men aş kichigimdan ashlar bilan Xitayca so'zlab ashtaqroq cho'ng oldum endi. Bizning məldimi Xitayca o'qiganlarimiz jiqaraqdi. Shuning bilan bizning uyda bir mundaq bir vaziyat shakllangan. Dadam bilan apamlar ularni gapini taz bilmay bo'libdi. Dadam qattiq Xitayca gapirishni cheklagan odamdi. Öydümü sözləməydi, idardımı sözləməydi. Helmi vaqtlarda azroq bo'lsin sharoit bor hamda Uyg'urcha so'zlashim ishlab ketalaydigan shu zamonlarda. Qattiq Xitoycha so'zlamaydigan ashundaq bir odamdi. Bunda hozir o'ylsam dadam haqiqatan o'zining tilida tushuntirib, o'zining tilini haqiqatan qo'g'dashga tirishgan bir odamdiki. Shu hadlarim Xitoycha til chiqqanki, Xitoycha sinflarda o'qigan bo'lgan, shuning bilan meni boshlang'ich maktabda sen neyim kılamsınız? Siz mi Xitayca oqamsınız? Bulayımız Xitayca okudu. Bular şu hazır eğer Xitayca okumsanız hizmet yapış təsi olam ki keyin dedi adam. Degen ki ben dedim sen bularının gibini düşenmezler, bulaslarının gibini düşenmeydi. Şundaq bir öydü bir kolaysızlık boğadı da ben çok Uygurca da okuyma edip özen berip yezilip Uygurca sınıf kırvağandım. Uygurca sınıf kırvağanım bilen endeyilki Xansularning maktabida bir necha Uyg'ur sinflar batdi, ochgan ashad o'qatdik. Biz shunda bizim xansular bilan aralashib o'qatdik-da. Ashunda qilib boshlang'ichni bitirdim, keyin uningki to'liqsizga chiqib 3 yil Uyg'urchada o'qidim. Uningdan keyin to'liq o'rtaga chiqqan chaqda G'ulji shahrining 7-o'rta maktabi, nuqtliq bir o'rta maktab batdi. Shu yerga bizning uyimiz ayda bo'lsa, lekin butun oilamiz, ular dadam opamlarning Mo'g'ulkura degan suvsan qilib chiqirib burungi zamonlarda. Hech bir tuqunimiz yo'qdi ki. Şunlar bütün momam, buamlar, urug'-tuqqanlarimiz G'uljiga o'qishga, G'ulji shahriga kirib 7-o'rta deb eng yaxshi bir maktabga kirib shu yerda to'liq o'rtani bitirdim. To'liq o'rtani bitirib Urumchiga 2 yil til o'rganishga, Xitoychani nim qilishga, mukammallashtirishga beribdik. Undan keyin ishga shu Shanxayga ketgan. Shanxayda 4 yil biologiyada o'qibdim. Mening hayotimning ko'pincha qismi o'qish bilan o'tdi desam bo'ldi. Shu ondan keyin o'qish bitgandiki vatanga qaytdim.
aslida Shanghayda qilib qilish imkoniyatim bordi. Lekin o'zimning vatanida Sharq Turkistonda, G'uljida, Urumchilarda, shu yerlarda men o'qituvchi bo'lib, shu yerlarda ishlab, shu yerlarga bolalarni tarbiyalashim kerak deb o'ylabdim. Bu yerga qaytgandan keyin qarsam G'uljining ahvoli vaziyati yaxshi emas. 90-yillarninki 94 u vaqtida men pitaga vaqtida 93-yil pitadim. 93-yillarda universitetni pitaga vaqtlarda qarsam G'uljilarda vaziyatlar xili cheng, ashtaq bo'lib qolibdi-ki, bak nima emas, Uyg'urlar ish topmoq tez, ashtaq bir vaziyat ekan. Shu G'ulji tibbiy maktabga kirib o'qituvchi o'qituvchi bo'lib shuni bilan qilgandan keyin 97-yili G'ulji voqeasi yuz berdi. 5-fevral vaqasi. 5-fevral vaqasining ta'siroti bak cho'ng bo'ldi. Shunlar Uyg'urlarning bolalarını turkumlab tutib ketadigan, Uyg'urlar boshqa qaraydigan xizmatlarda shunda chakka ashunda qilgan vaziyat shakllandi. Shundan keyin bularni ko'rib, men aslida kichkimdan chet el chiqishni orzu qilardim. Nayt ash Mo'g'ul kurada 7-8 yosh, 10 yosh vaqtlarimda men chet el dashusida o'qiyman dedim. Bular chet el dashusi degan qayerda dedim. O'qimayman, o'zimni aniq emas. Shunda bo'lsa bir chet el dashusi degan bir qalamda bir uqum ashtaq bir narsa bor. Shuni bilan ijod o'qiyman deb chet el dashusida o'qiyman desam, chet el dashusi degan qayerda deb shu orzular bilan shuni bilan yana chet elga chiqib ketishim kerak. Bu yerdagi bundaq Uyg'urlarni chatga qiqish, Uyg'ur bolalarni turkumlab tutib ketib, Uyg'urlarning bolalarning qog'allarining talada issiz yurib, issizlik kunlarini o'tkazamay, ayol olamay, turmush quramay ko'rganlarni o'tkazam bilan ko'rdimda 97-yildan keyin. Shuni bilan dedim, men aslida chet elga chiqish orzuyim bor deb, endi bu yerda qilishim hech qanday o'rni qolmabdi deb shuni bilan shu ishlayotgan yerimdan istifa berib, shuni bilan shu nimaga istifa bermabman rost u vaqtida. Shu Belgiyaga magistrlik o'qiydiganga iltimos qildim. Shunlar Belgiyadan bioximiyadan magistrlik o'qigan bioximiyadan keldi. Bioximiyadan kelgandan keyin shunlar Belgiyaga shu o'tirliqda pasport olamay, Uyg'urlarga shu 5-fevraldan keyin pasport ilishmak tasdiq etgan. Pasport olganimga 2-3 yil ketibdi. Birdan u saqchiq bordaydi, birdan biya keldaydi, birdan idoraga bordaydi. Shunchalik tasti pasport elindida, shunlar pasportni elib men tayyorlig'ini qilib chiqishcha 2002da shu Belgiyaga yil oxirisi chiqdim. 2002 chiqqandan keyin shuni bilan shu yerda til o'rganib, fransuzcha o'rgandim. Undan keyin shu molekular biologiyada deb qo'ymiz, shu biologiyaning molekular saviyasida bir o'qishga kirib, bu yerda nimani magistrlikni elib, unga doktorlikka kirdim. Doktorlikka kirgandan keyin undan keyin qarsam Yevropaning vaziyatimi o'zining kasbiga loyiq ish tepish, u bular sal pasayroq turdi. Butun Yevropa ittifoqi bir bo'lib ketdi emasmi u chog'larda 2002-2003larda shu bir mezgillarda. Shunlar Kanadaga yenib kelishni qaror qildim. Kanadaga shu texniklik skilled worker deydi, texniklik ko'chman degan shu turga iltimos qildim. Shuni bilan u tayyor bo'ldi. Nayt tez qabul bo'lindi. Shuni bilan Kanadaga 2007-yili Kanadaga yenib keldik. Shu oraliqda men Shanghayda nimada Belgiyada 4 yil o'qish jarayonida oilam bilan ayrılib turdim. Qizim bilan yo'ldoshimga pasport olamay, bular pasport bermay, har qatim bular pasport deb so'rsalar, ayoling kasb bermiz deb 4 qatim berib pasport olamay 5-qatim baga vaqtimda shuninglar bularning pasportini amal qilib pulga setib olib, shuninglar bularni shu 4 yildan keyin undan keyin chet elga chiqib, Belgiyaga chiqib, men bilan jam bo'ldi. 4 yil qizim bilan, kichik qizim bilan, Kavsar qizim bilan, yo'lchim bilan ayrılib turdik. Undan keyin 1 yildan keyin Kanadaga, 3 yilimiz Kanadaga ko'chman bo'lib yenib keldik. Bu yerga kelgandan keyin yana o'qimsaq bo'lmadi. Yevropada o'qigan narsamizni e'tirofga oldik, lekin men bir yil bir muskulda bo'ladigan bir kasallikning kasbini o'qigan. O muskulda bo'ladigan o kasallik muskul yigilab oxirsida butun muskullarni mudirtamaydigan bo'lib, ashunda qilib oxirsida hayot oxirlashadi. Bu bir genetik bir kasal. Uni o'qisam, u bir asosli o kasalning kelib chiqish nimasi manbasi o kasal Fransiyaning asos qilgan mush atroflarga ko'proq ko'rildi ekan.
Buya kelgandan keyin u kasalning tadqiqot turlari yomon oz bo'lib chiqdi. Kanadaga kelgandan. Shuni ular Kanadaga kelib boshqa bir kasbni tanladim. Talash to'g'ri keldi. Boshqa bir kasbni talash to'g'ri kelgan vaqtida, undan keyin yana bir magistrlikni bitirib etdim shu orliqda. Shunga magistrlikni Montreal universitetida bitirib etib, u yerda undan keyin Ottawaga ko'chib keldim. Ottawaga ko'chib kelib, shuni Ottawada Carleton universitetida, ya'ni shu biologiya bo'yicha Carleton universiteti deb shu universitetda doktorlikni o'qib, shu doktorlikni bitirib, shuni ishlayapman. Hozir ishlayotgan yerim shu Xaz Kanada, Sonti Kanada deydi. Shu Xitoyda bo'lsa buni Weisong bu deydi. Shanxaydagi Huadong Shifandashu deydi. Shu universitetning biologiya fakultetini bitirdim. Bitirgandan keyin G'ulji qaytib berib, tibbiy maktabda o'qituvchi bo'ldim. Tibbiy maktabda odatda shu Uyg'urlar qansu tilida tibbiy bilimlarni oladi, sestralik sinflar bordi, akshorlik sinflar bordi. Undan keyin odatda 4 yillik ashtaq doktor bo'lamaydi, lekin doktordan to'g'riroq bir xil ashtaq doktorga yordamchilari ashtaq kasblar bor. Men shu sestralik sinf, akshorlik sinflarga ders o'tadim tibbiy maktabda o'qituvchilik. Ularga fiziologiya, biologiya shu darslarni o'tadim. Endi boshqalar qanday o'yladi bilmayman, men uchun intayin bir ma'nisiz his qildim. Eng ig'ir ko'ginim mening u yerda shu tengsizlik, Uyg'urlarga bo'lgan tengsizlik, bu bir nimani bizga o bir yezda tekasining yezsida bir boshliq bo'lgan bir Xitoyni bizga tibbiy maktabga boshliq akab qo'ydi. O tibbiy maktabning o'qituvchilari sap doktorlar, yoki ishchilar, bizga o'xshash ishchilar o'qib kelgan o'qituvchilar, yuqori saviyalik Uyg'urlar botdi. Lekin faqat u kasbning, bilimning qadrini bilmaydigan birisini bizga boshliq qo'ygan ekan, u kashishda yiliqi boshqurishni bizni qanday qilsak boshqurimizda boshqurishni kuchaytgandi. Soat 10 atganda 8dan keyin 8da hammamiz ishga kirib olatdik, ular undan keyin darvozani taqib etadi. 12da ochadi, yarim soat ichib qo'yib, undan keyin 3dan keyin bir dili taqib etadi. Undan keyin kash soat 6gacha taqoqliq darvoza taqoqliq turadi maktabdan 6da chiqatdik. Men shu vaqtda mening qizim texe yangi tug'ilgan, keyin to'y qilib bolam tug'ildi. O'zingiz o'ylab beqing, bir bola degan 3 oylik, 4 oylik mezgilda atgan soat 8dan 12gacha taqilasa, 12dan 6gacha taqilasa, qaysi vaqtida bola qarab, qaysi vaqtida orliqlarda bola qarab kela olasiz mumkin emasda. Shunchalik qiyinchilikdi u vaqtida kichik bolaga shuncha qiyinchilikdi. Ya yaslidan aklamayotgan, yoki u bolalarni nim qilgan mezgillarda u bolalar qaramayotgan kichik oylikdan tortib yoshlargacha bolalar maktablarda qilayotgan qiyinchilik bo'lgan bizga. Hattoki o'sishda bo'lsin, mayli maktabdagi shu ilqi fursatlar bo'lsin, tarbiyalash fursatlari bo'lsin, bilim oshirish fursatlari bo'lsin, bizga faqatla yo'qda. Shunda olgandan keyin maktab deganda ishchim degan siqilib, shunday ko'ngilsiz his qilardim. Bu nima uchun bu yerda o'qituvchi bo'lgandimmi? Boshqacharoq hayotim boshqacharoq bo'lgan bo'lsa-chi deb shuni o'yladim. Tengsizlik bak ig'irdi tibbiy maktabda. Shundan anandan texim mening chiqib ketish irodamni maktabdagi hayotimizni texim kuchaytirdi. Undan o'quvchilarga bak qiyinchilik, Uyg'ur o'quvchilarga tengsizlik ko'zda qaraydi, o'quvchilarning o'qishimi yomon tasdi. Undan keyin bizni har yil paxta terishga chiqardik, o'quvchilarni olib paxta tegizatdik. Ishqilib hech qanday ishi mening orzuyimdagidek, ularning tuzumi, ularning yurgizgan polisida qo'ymiz tuzumlari, tartibi hech qaysi mening orzu qilganimdek emasdi. Men o'ylagandek bo'lib chiqmadi. Mening orzuyimdagi maktab emasdi. Mayli men o'ylab qoldim hozir, u maktabga bormay boshqa bir maktabga borsam-mo, yana mening orzuyimdek maktab bo'lmadi. Chunki bilimli odamlarni noyati bilimsiz, taviyasi yo'q odamlarni boshqurish qo'yib qo'ydi-da, ular u tibbining, bilimning, o'qituvchilarni qadrlashni, bilim egalini qadrlashni bilmaydi ular.
faqatla bizni shu ishlarni taqib etib bir turmidek vaqtlarda, shu zamonlarda shundaq bir tutgan maktabdi. Shu o maktabni qat'iy qaytib kelishim xiyolim yo'qdi. Chiqib ketganki dedim, bu maktabga men mangu qo'shlab chiqib ketdim deb o'ylagandim. Degandekmi, oxirsida qaytib kel desam, unmay istiqbolimni berib etdim. 2010-yil istiqbo berdim. Belgiyaga chiqqandan keyin nimani his qildim desangiz, o'zimni bir cho'lga yolg'iz bir bilmaydigan bir dunyoga bir cho'lga tashlayotgandek his qildim. Men o Belgiyani uqmayman, qanday o'yildimki, qanday bo'lsin Uyg'urlar bor, ancha-muncha. Ondan bizim burunchiqa Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Ondan keyin ular inglizcha ishlatishi mumkin deb shundaq bir umidlar bilan chiqibdi menga. U yerga chiqqandan keyin qarsam, inglizcham ishlanmadi. Shuning bilan faqat yolg'izlik qoldim, yolg'izlik chiqibdi men. Shuning bilan shunchalik qiyinchilik bo'ldiki, Belgiyaga o'qish. 5 kun tajribaxonada o'qish, hafta oxirsida restoranlarda ishlash, hafta oralig'ida kashda fransuzcha o'rganish degandek 7 kun shu haftaning biridan 7gacha ta'kidlab qo'ydim mana. Soat vaqtlar soat qarab o'rlashtirilib ketgan. Shundaq bir jiddiy bir 4 yil o'tdi. Bu jarayonda shu fransuzcha o'rganibdim, inglizchamni texmo puxtalabdim. Ammo shu restoranlarda ishlash, hafta oxirlarida ishlab o'qish nihoyatda ig'ir keldi. Undan sirtda qizim kaynimda qoldi. Qizim men chiqib ketgan vaqtda 4 yoshda tashlab qo'yib ketgan. O'zim so'rab qo'ygan bir ona bolani 4 yoshda tashlab qo'yib ketish o nihoyatda ig'ir bir sinoq bo'ldi-da bu. Bolani o'ylayman, bak sevg'inaman. Undan keyin opam og'riqdi men ketgan chog'da. Shuning bilan mening hayotimdagi eng cho'ng pushmonim shu opam men chiqib ketaman deb tayyor bo'lgandan keyin opamning kasal bo'lib qolganligini bildik. Rak kasal bo'lib qolganligini bildik. Bilgandan keyin men dedim, opam men chiqmay bo'ldi. Sen rak kasal bo'lib qolding. Men sening yanında turib seni davolatib mishadi qilay desam, yo'q bolam. Men kasal bo'ldim, yaşadım, kasal bo'ldim. Lekin sening istiqboling qolmasin. Sen shuncha yil tayyorlik qilding, shuncha yil tirishing, chiqadigan chet el chiqish sening orzuyingdi. Asalagi bir bilim elish, shu dunyoni ko'rish orzuyingdi. Men qarama bolam. Sen chiqmasan olmaydi deb meni shu zo'lab ashtaq mang'izdi. Hozir pushmon qilma, nima uchun shunchalik zo'lsib ketmasam bo'lmamdi deb pushmon qilma. Hayotimdagi eng cho'ng pushmonim bo'ldi, opam og'riq vaqtida ketdim. Biroq shu Belgiyaga ketgan vaqtida opam ashvatan tugab ketdi. Mening hayotimdagi eng ig'ir kunlarni shu opam tugagan vaqtlar desam bo'ldi. Hozir opam tugab ketdi, 20 yil o'tib ketdi. Opamni hozirgacha sevg'inaman, o'xshash. Hozirgacha o'ylayman. Agar mening sharoitlarim bo'lgan bo'lsa, pasportlar shu vaqtlarda osonroq bo'lgan bo'lsa, men opamni achalarga ochib davolatgan bo'lsam, opamni dunyoni ko'rgan bo'lsa deb mening orzularimning birisi shu opamni dunyoni ko'z tutishdi, ota-onamni dunyoni ko'z tutishdi. U orzularimga yetolmadim. Shu opam tugab ketdi. Undan keyin dadamni ochqolmay, pasport ishlatmay, u bo'ldi, bu bo'ldi deb dadam tugab ketdi. Shunday orzularim endi yerim qoldi. Shu tabii Belgiyaga 4 yil haqiqatan bir sinoq bo'ldi desam bo'ldi. Balning onadan ayrilish, balni aqamga tashlab qo'yish, vatanimdan ayrilish, undan keyin bir chetdan ishlab, bir chetdan o'qish, bir chetdan til o'rganish. Haqiqatan mening hayotimga intayin qattiq bir 4 yil sinoq desam bo'ldi. Men shu vaqtda dedim, agar shunday ig'ir kunlarda yerib charchab, shunchaki ig'ir kunlarda dedim, men chidamaydigandek turma deb degan kunlarim bo'ldi, lekin yana o'yladim. Men bir shu sinoq tutyapman. Agar men shu sinoqdan o'tkazsam, chuqum oldimdagi kunlarim yaxshi bo'lib ketadi deb shunda bir umid bilan. Shu umid yana bir tarafga bir ish nima desangiz, davomli bir ishga uchirganchilik, qiyinchilik, zodi bak qiyinchilik uchirganchilik vatan bilan o'ylayman. U nima cho'ng madad bo'ldi. Vatandagilar sharoit yo'q, ashlarni Xitoyningki ash besmida kamsitlib yashayotdi. Men bir
davlatda, bir erkin davlatda men o'qiyapman, bilim olyapman, oldim qarab menyapman. Mening vaysaydigan, mening oq urdigan hech qanday yo'lim yo'q, mening haqqim yo'qli deb o'yladim. Shu bir selishtirma vatandagilarninki tabatqancha ballab qarayotgan chog'da men shundoq bir davlatda, erkin davlatda Belgiyada yashayapman. Menga shundoq o'qish fursatlari bo'ldi. Tajribaxonlarda mana shundoq undan tajribaxonlarda ishlayapman, o'rganyapman. Necha xil tillarni egalladim ishada. Ular qargan chog'da men hargiz voysam bo'lmaydi. Ular qargan chog'da men jiq yaxshi. Davomliqli shundoq degan vaqtimdalar kuchlanib ketaman-da. Shuning bilan hayotim yana davomlashib ketadi. Mushu bir men bak vatandagi bilan selishtirgan hayotimni selishtirgan vaqtimda mushu men bak jiq bir kuch berdi. Bak jiq turtki bo'ldi. Men qanday bo'lsin bir erkin dunyoda, men qanday bo'lsin bir xatir bir safe deb qo'ymiz, bir bexatar davlatda qachon Xitoy kelib, saqchi kelib, meni ishigimni urib tutib ketadi deb men undan ansirmayman. Men nima vaysaydigan men yo'lim bor deb qiyinchiliklar duch kelgan vaqtida ashundaq deb o'zimga nima berib, u yerda magistrlik unvonini olib, tildan inglizchadan, fransuzchadan tilninki qog'ozini olib, tilninki guvohnomasini, undan boshqa yana doktorlikka kirib, undan keyin Kanadaga yetdim. Kelgandan keyin siz qachon yolg'iz keldingiz, qayerga ishdingiz, qanday boshlaydi bu yerda hayotingiz? Kanadaga kelgandan keyin amaliyotda oilam bilan keldim. Bu birinchi qitim qolganda sal yaxshiroq bo'ldi. Belgiyaga yolg'iz chiqqan. Bu yerga kelganda oilam bilan keldim. Oilam bilan kelgandan keyin biroz ko'nglim to'q endi. Shunda bo'lsa-mu bir narsa his qildimki, oilangiz bo'lsa boshqa bir qiyinchilik bo'ladi ekan yana. O'zingizla yolg'iz bo'lsangiz, faqat o'zingizga mas'ul bo'lishni o'ylaysizki, oilangiz bilan kelgan vaqtingizda sizning mas'uliyatingiz bola bo'lgandan keyin mas'uliyatingiz texnika bo'ldi ekan. Mas'uliyatingiz oila qarta, bolaga, yo'lchingiz qarta bo'ldi ekan. Xohlagan kichkina masalanga Belgiyada chiqib qo'ysangiz to'ysili bo'ldi. Bu yerga kelgandan keyin mening qo'sig'im to'ysili bo'ldi. Nima qilsamli bo'ldi, o'qishimni o'qisamli bo'ldi deb o'ylaysizki, oilangiz bo'lgandan keyin qizim qayerda turdi, bir yaxshiroq sharoit yaratib bersam, yo'lchim yengdan bu chet elga chiqdi, til bilmaydi. Bularga bir yordam berishim kerak. Shunday qilib bu yerga besimim, yolg'iz vaqtim beshimga qaraganda bu yerga besimim kam bo'lmadi desam, o'sh postbolki kam bo'lmadi. Mas'uliyat bo'lgandan keyin bir oilaning mas'uliyati. Mening tilim bor, ingliz tilman, fransuz tilman, lekin qizim yangi fransuzchani o'rganishga boshlagan. Kichik qizim 8 ga kirgan. Undan keyin komil bo'lsa til o'rganmagan. Shunday qilib har holda bir qiyinchilikqa tushdik endi. O'xshamagan bir qiyinchilikqa. Shuning bilan bu yerga kelganki, bu yerga Uyg'urlar bak esilgan. Belgiyada Uyg'ur yo'q, to'qqidilar. Bir yerga cho'lga tashlanib qolgandek, parashyutni men tashlab qo'ygandek his qilgandim. Montrealga tushdik, boshda bir Montrealga tushib Uyg'urlarning oshxonasi bor deb anglab, to'rlardan izlab so'rab, Uyg'urlarning oshxonasini tepib bordik. Borgandan keyin u yerda undan keyin bizni shu Uyg'urlardan, cho'nglardan birisini ko'rsatib qo'ydi. Mushlar Kanadaga yeng kelganlarga mushlar yordam berdi deb bizning Montrealdagi u Şəmşid Naciqamның ismini nişədə deyişim kerak, çünki mənə oxşaş nurgun yeng kelgan Uyg'urlarga ishigini echib, ishimizni berib, yataq ta'minlab shunday qilgan. Bizning Uyg'urlarimiz mushaq esil odamlarimiz bor. Shunlar bularning uyiga berib 2 kun turdik. Bular bizni shunday yaxshi qarshi oldi. Uyg'urlarimiz Kanadaga kelibsizlar, biliminglar borga, o'qibsizlar, yaxshi kelibsizlar. Sizlar cho'qim bu yerda taraqqi ketisizlar deb bizga o'zlari bilgan yo'llarni ko'rsatib, ularni cho'nglarda endi cho'nglar bo'lsinmi har holda qanday qildi, qaysi do'kon, azan, qaysi yerlarda qanday bo'ladi, har holda bizga yo'llarni ko'rsatdi. Shuning bilan ularning uyida bir haftadak turib, undan keyin Montrealda bir uy ijara etib o'rlashdik. O'rlashgandan keyin qarsak 2007-yili nihoyat bir ishsizlik og'ir bir mazgilga keldik. O yo'lchim qarsam ish topa oladigan emas. Men shuncha bir diplomlarni ib kelgan odammi, u yoqdan ish izlasam ish chiqadigan emas. 3 oydak ish izladik. Ish chiqmadi, yanchiq pulni xashlab tugatdik. Shuning bilan
Bo'ldi, men yana qaytadan o'qishga kirib ketay deb, shuninglar Montreal universitetida, Montreal bir nihoyat muhim bir universitet, Montreal universiteti degan. Shu Montreal universitetida qaytadan kirib shuninglar u yerda yana davomlashtirdim o'qishimni. U yerda davomlashtirib, shuningdan keyin u yerda bir yana magistrlikni oldim. Chunki men Belgiyada o'qigan kasbni ulab o'qaysam, u kasbni aytib oz-ki bu Kanadada. Shuningga boshqa bir kasbni tanlab, shuni o'qib, bir magistrlikni elib, undan keyin xizmat izlash to'g'ri keldi, Montrealda o'qishni bitirib, o'qish umuman bak tezda o'qildi. Vaqtida chashqanlarni baqatdim. 40 Montreal universitetida 40 cage uni cage deb qo'yamiz biz odatda mundaq cage-ni nima deydi, qafas 40 qafas chashqanim botdi. Nerede? Montreal universitetida men mas'uldim qafas chashqanlarni o'zim nim qilatdim, baqatdim, kunda tomoq yeratdim, o'qul salatdim, dori beratdim, undan keyin ularni o'zsizlantirib ishga a'zolarini elib tekshirib tajriba ishlatdim. Shu chashqanlar kundan kun ko'payib, mening ishimni kundan kun ko'payib, atgan soat 5 chiqib ketib, kech soat 11 da hatto 12 ga kirdigan bo'lib qoldim uyga. Shunda qilib nihoyat jiddiy o'qidim Montrealda, Uyg'urlarga bakchiq aralashib berib kelib, so'rim undaqlarga fursatim bo'lmadi. Maktabning ichiga ko'chib kirib, maktabning ichida chashqanlarni tajriba qilib, o'qib, shunda u yerda bir fakultet meditsin veterinar deydi, ya'ni fransuzcha maktab, fransuzcha bitirdim bu magistrlikni. Fransuzcha tilda bitirib, shuni bilan Ottawaga ko'chib bordim. Vaqtdagi o'qishim bak qiziqarliqda, kunda chashqanlar do'stimizdi. Chashqan baqatdim, chashqanlarni davolatdim, chashqanlarni kasal qilatdim. Ularni o'zsizlantirib, anesteziya qilib, ularning ichidagi a'zolarini elib tajriba qilatdim. Mushti, nihoyat qiziqarli bo'ldi. O'qish hayotimni maktabda yuribdim, G'uljidagi maktabda ishlagan, lekin G'uljidagi maktabdagi hayotim bilan Belgiyadagi maktabdagi hayotim ham Montreal'dagi maktabning hayotimni selishtirsak, haqiqatan o'xshamaydi. Bu yergi maktabda nihoyat ko'ngilli, bir-biringizga yordam berib, o'ginsiz, o'qiysiz, ilgirlaysiz. Faqat o'xshamaydi-da sharoit. Shuningga bu maktablardagi sharoitlar, maktablarda o'qish ilgirlayapman deb bilimlarni o'rganayotgan shundaq bir hissiyot odamni oldiga qarab, qiyinchilik bo'lsa-mu, oldiga qarab menishga undaydi ekan. O'qish albatta tez, o'qish deganda Uyg'urlar bizning cho'nglar deb qo'ydik, jig'ni bilan quduq qazigandek deydi. Jig'ni bilan quduq qazish mumkin bo'lmaganiga o'xshash bir tez ish, haqiqatan tez. Lekin ashudaq bir sharoitni bizga shundaq bir davlatga kelib, bir Uyg'ur turib, sen Uyg'ur ekansan, sen bir tog'dan kelgan odam ekansan deb chatga qaqmay, shu sharoitlarni bizga yaratib bergansiz, men nima uchun bu sharoitlardan foydalanmayman deb menda shundaq bir xiyol botdi. Shuningga qiyinchilik bo'lsa ham davomli o'qib, kunda ashqa tirishib, ashning kayinda yurib bir nim bo'ladi ekan, shundaq bu o'qishni g'albilik tamomlab oldim. Qachon borgandingiz? 2017'de 5. ayının 5'i berib 5 gün keldim. Qanday nimalarni ko'rdingiz? 5 kun jarayonida ko'rganlaringizni ozroq so'zlab bersangiz. 2012 borgan, 2012dan 2017'de 5 yildan keyin borgan yer ostidan farq qildi. Chunki G'ulji shahri qurilib qoldi. Bizning shu uyimizga yaqin bir yerda bir cho'ng bir mol vaqti, molda qo'ydi bozor vaqti, uni bedvaziy deb aytib jiq shu savdo bo'lgan bir yerda u 2 qavatlik bir necha 100 do'kon bor. Shunday savdo. Men eshak borsam, u yerga kirdim, u yerga kirsam, uyimizga yiqiladi deb yordamini berib kirdik, qadamishimiz. Ara 3 do'kon turdi. 3 Xitoydan turdi. Boshqa do'konlarning hech qaysi yo'q. Chunki u do'konda asosiy Uyg'urlardi. Uyg'urlar ko'pincha Uyg'urlar ajati, qozoqlar bor, tunganlar bor, ko'pincha Uyg'urlardi. Hozir qaysi 3 Xitoydan do'konni ko'rdim.
dokuni bir ancha-muncha birimdan sotilgan bir do'kon, bir anadagi bir jenis ishtaldan sotilgan do'kon. Shundan boshqa hammasi ichki qavatda odam yo'q. Onu ko'rdim, uni butun shaharning ichi qurib ko'rdim. Yana birsi qayerga borma. Ashu nim qilish kerakki. Avtobusga chiqdingizmi, tekshiraydiga, sizni tekshiraydiga, butun badaningizni, umumiy sumkalaringizni tekshiraydiga, magazin kirsingizmi shuga, hatto Uber'ni kirsingizmi shuga. Ko'chada bir Uber'ni kirish uchun bu tekshirib ekansiz. Butun hamma saqchi. U degan odamlar qo'rqib degan, ash bulung-bulunglar qilib ketibdi. Hech kim bir yerga midir qila olmaydi-ki. Kechlarda soat 8da shu do'konlar taqilib ketadi-ki. Do'konlar asosiyatan taqaqki. Undan keyin restoranlarmi taqaqki. Meni bizning oiladagilar bir restoranga akirdi. Shu restoranga akirsak, shu bizning oilali kiribdi o restoranga. Undan boshqa o tarafimizda bir xalqlar o'tag'anti. Ular shu bexatarlik idarasininki maxsus kaynimizga tushib yurgan insonlarga. Men nada bo'lsa saqchilar kaynimda. Saqchilar shu mashin bilan kaynimda yurdi. Undan keyin men to'g'a dadamning uyida turdim. Apam to'yga ketgan, dadam bu nima dedi? Shu og'riq ayrim uyda. Dadamning uyida turdim. Dadamning uyida tursam, asli saqchi mashinasi, shu kichik bir men bog'liq saqchilar dadamning mahallasiga to'xtatib, shu ko'rinib turgan yerda turdi. Shundoq bo'lib yashadim 5 kun. Onundan sırt ne basam şey olurdu. En ahırki saqchi mashinasining meni saqchilarning meni o'stiga vaqti ordurumga atdiganda men bilan tang chiqib adamning uydan ordurumgacha apirib qo'yib, ordurumga men kirib ketgandiki, uni degan kulib, men qarab qo'yib kulib kaynik burilib ketdi. Shu vaqtcha saqchilarning nazoratida yurdim. Hech yerga bormadim, hech kim bilan ko'rishmadim. Undan keyin hammasi bir zo'r besim ichida bir xizmatchim shu ketyapsam, chunki mening uyim ishlaydigan yerim tibbiy maktabga yaqinda xizmatchim uchrab qoldi. Sizning kelganingizni oldik, biroq do'stlarimizning hech qaysi siz bilan kelib ko'rishga ketmaymiz, chunki siz chet eldan keldingiz. Biz hozir shu uyg'unishda, shu 5-oyning 5-i bo'lsam, bular shu uyg'unishdiki, siyosiy uyg'unishda bizda bilqi shu lagerlarning kunduzlik o'gitadigan lagerlardagi xizmatdoshlarim. Ular tibbiy maktabning o'qituvchilari. Undan keyin shu oilalarda shu yilqi pichirlab so'zlaydigan, telefonlarni xotirjam gap qila olmaydigan, undan keyin tutib ketadi. Shu gap hamma xalqning og'zidan chiqqan gap nima desangiz, tutib ketdi, tutib ketadi. Tutib ketdi, tutib ketadi. Yo'qab ketdi, kirib ketdi. Men shu so'zlardan boshqa so'z olmadim. Kimni so'rasangiz shunday. Kimdan so'rasangiz shunday. Bizning oilamiz shu. Hech kim gap qila olmaydi. Tutib ketdi, kirib ketibdi, yo'qab ketibdi, tutib ketadi. Shu 4 iboradan boshqa so'z olmadim men. Mening o 5 kunga ko'rgan narsa mening butun hayotimdagi eng dahshatlik, eng yurakni parib ochqilgan bir ko'rinish bo'ldi. Shundan keyin men qaytib kelibla, bu Kanada radio Kanadaga intervyu berdim, ko'rgan bilganlarimni ular televizorga chiqardi. Shundan boshlabla men shu aktivistmish, Uyg'urlar uchun ish qildigan, Uyg'urlar qachonmish o'ylikcha men shu quvvatqa ishlarimni Uyg'urlar uchun qildigan harakatimni davomlashtirishni shu vaqtga borgandan keyin qaror qildim. Shu hayotimda bir cho'ng burilish bo'ldi. Burun bir burilishlar bo'lib, chet elga chiqib ketdim, shaqqa yenib kelgan. Lekin shu mening bir aktivist bo'lib, shu Uyg'urlarning oldida Uyg'urlar uchun so'zlaydigan, Uyg'urlar uchun harakat qilgan bir odam bo'lib qilishimga shu 5 kun bek cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Marosimda opam bek bir go'zal isil ayoldi. Hadam yendi o'tag'an. Ondan keyin kaynimizda bir amerikalik ayol bizning uyga kelgan. Amerikalik ayol mening do'stim edi. Boshqa erkaklar tushgan rasmimiz. Hadamning qizi, mening qizim eng yaqin bir oila. Qizimni boqqan hadam meni ketdi deb yig'layotgan ko'zlarim yosh tushgan rasmda. Hozir o'lsam da ko'nglim yerim bo'ldi. Bütün rasmlarda yig'lab tushdi. Chunki men ketdi deb shu qiymay bütün rasmlar yig'lab tushgan. Men bir kuni mushtaq ketyapsam Boljuda
vatanga berib, haqlar texi shu chet-ellarda butunlay insonlar mashinalashib ketgan mezgillarda Uyg'ur bolalarning qo'noqlarni böceklar bilan tutib qolganini ko'rib, men ko'nglim shunda xayolim bo'lib, shunchalik boyligimiz naslimiz bor turib, mana quvvat mashinalashlar bizga kelmabdi deb tatib qo'ygandim bu rasmni. Bu eng oxirgi shu 2017 5 oyning 5-ida bo'lgan rasmim 3 oy vaqt aran pasportni oldim, vizini. Çünkü dadam bek iğir ağırlıqda şu ən axırqı bir təvəkkül qılıb körkərimin boldu şunu dadam şunu alıb ketdi. Biroq o şu vaxtıdımı yəni bu işlərin bundaqlığını bilməy, mən o davad vaxtda Uyğurlar yoxdu. Uyğurlar bolmagan ki vay Uyğurlar yox olğandı ki mən işlərin bunda ciddiliğini bilməy berdim ki, amma bek nəydə iğir bir vəziyyətlə töpəyə bardım. Şunundan ki mən mo aşo Uyğurlarla şu işlərə bax. Nimqib ketdim. Aralışıb ketdim. Çox sevindik vətənni. Şu bizim G'oljininki qo'yib atgan yəni. Şu mana chet elning qanday ekanligini deb bergan bir angliyalik bir do'stim. Şu kichigimdan tortib shu boshqa davlatlarga borsam deb orzu qildim. Endi do'stim bilan tanishgandan keyin bu qiz nurg'un bizning tuzum jihatda siyosat jihatda o'xshamaydigan taraflarni bəhchiq so'zlab berdi. Shularmi meniki kichigim bir orzumni tezroq amalga oshirishga bir turtki qoldi desam bo'ladi. 2006 yili vatanga borgan chog'da ip chiqib ketishning oldida tatib qo'ygandim. Qizim men 4 yillarimiz og'riq saqlab dedi. Shu vaqtda tatib ip mangan. Belgiyadagi o'qituvchim bo'ldi, fransuz o'qituvchim. Şu fransızca o'qituvchim mening Belgiyadagi til o'rganishim hayotimda pek cho'ng o'zgarish paydo qildi, pek cho'ng yordamlarda bo'ldi. Shu o'qituvchim bilan ishlayapman. Kavsar qizim yengdan Belgiyaga chiqqan vaqtda kichik. Oila bilan tushgan rasmim bekchiq emas meniki. Kanadaga ketdim, davomli oilamdan ayrilib, ota-onamdan ayrilib turdim. Shuningga ish qilib tushgan esit, ashlar bilan chiqroq turib, chiqroq bir suratlarga ilg'an bo'lsam cho'dayman. Barimizda ta'tildan boshqa vaqtlarda fursat yo'q. Ta'tildan oyt qisqalib borimiz, ko'rishimiz, yenib kelmiz. Dadamning Saudlik og'inlar bilan tushgan rasmimga dadam o'sha qari shaklda. Hozirgacha dadamning yosh vaqtini men bir yosh vaqtida ko'rgan rasmlarimni aytib ozma bolning 6-chi o'qishgacha bek kichik o'qishgan. Kichik o'qishga dadamning ish cho'ng ketib kelgan tug'ilgan chog'da. Esimni bilsam dadam 50 necha yoshga. Shuni qilmoq kichik. Yosh vaqtidagi rasmini ilib, dadamning yosh vaqtini qanday keyin deb eslab mana shu birinchi so'rdim. Bu vaqtda ular bek madaniyatga G'oljida bizlarimiz kostyum bo'lib bo'lar juratga galostiklarni taqab, ishlab galostiklarni taqab juratga. Shu zamonlarda. Keyin Xitoy kelgandan keyin Uyg'urlarning madaniyatlarini shu vaqtlardan tortib yo'qotib bashna qildik. Biz shunday yaxshi juratga to'g'ri taraflarimiz. Türkiye'ye borgan chog'da bizning eng orzulaydigan narsamiz o'zimizning milliy pasumdagi chaynak, qochqicha bilimlar bo'lg'achqa, men Turkiyaga borgan vaqtimda ziyoratga shuni og'ash kelgandim Turkiyada. Atlas nusxaliq chaynak, mana o'nligin atlas nusxaliq tovoqlarimiz, taxsillarimiz, chinnilarimiz pek chiroyli, pek go'zal. Bizning madaniyatimizni ifodalab turdiqlar, shu yerliklar bizning uylarga kelib qolsa, madaniyatimizni tanishtiradigan bir fursat bo'ldi ekanda. Mishlarni ilib tizib qo'ygandim. Ular davomli kelib so'raydi. Mana maqitim nimaga borgan chog'da ağaç kelgandim Uyg'urlarningki eng yaxshi ko'rgan savur Duttaning nusxasi Turkiyaga akademikning yig'iniga borganda buni ağaç keldim. Akademikning yig'ini madaniyatni saqlab qolish to'g'riliq boshqa yig'inda shunday madaniyat munosabatli narsani setibdiki, anandiki mana bu tamburlarimiz shu. Mana bu yerda depimiz bor, kichik bo'lsin u herhalde. Tepimizga Uyg'urlarningki ansambli, müzik
әтірді ансамбл түшірілген мұшындақ нәрселер қарап Vətənni əslab tutduğanğa partisipasiya şununğa davamlıq müşə oyunun içində mənim biz ən yaxşı gördüyüm oyun müşünün içi çünki mədəniyyətimiz dair bir nəsələr var emasmı? Şu mühim bir ailəmizə mühim bir cəvhərlər var deyə oylayıram çünki mədəniyyətimizin münasibət nəslimizin saxlayırıq. O İngilizcesini oxup çıxdıq, lakin özümüzün ana tildə oxuğan oxşmaydı. Mən yazğıcı Sean Robert degan adamninki şu Uyğurlarga Xitaylarninki Uyğurlar qarşı uruş degan kitabını Uyğur İngilizceden Uyğurca tərcümə qılınğan nüsxəsi. Məşhur pek yaxşı kitab. Bunu hazırki zamandakı Uyğurların vəziyyətini, vətəndəki işlərini düşünüş üçün, texnik çoxur düşünüş üçün oxub durma. Onun 100 yıllık marafon degan nima bu ilki Michael Pillsbury degan adamның Amerikadagi bir shu Trumpning hökumətiga bir yardımçı olan bu adam şu adamның yazgan kitabı Xitaylarning qanday qilib 100 yil marafon qilib shu G'arbninki o'rnini egallash uchun qilgan harakatlarini ko'rsatgan. İngilizcesini o'qigandim hamda Uyg'urcha ana tilimizda o'qisa texim adam yaxshi tushundi ku ana tilimizda o'qib chiqay deb buni olgan. Biz uzun yıl ana tildan ayrılıp ketdik de bazı sözler, nurgun sözlerini unutup ketdik. Şularni bir yılki oylab, qaysi sözünü qanday deydi. Mesela İngilizce şunda aniq esimiz keldi. Uyg'urcha desa bu sözünün tərcüməsini tapamay qiyinib başlaqib ketimiz. Hatta Uyg'urchasini o'qib chiqsangiz bütün sözlüklər esingizga İngilizce ma degani to'g'ri Uyg'urchamizni ma'lum deb ham o'zimizning tilni tushuntirib, bunda qilishlarda yaxshi bo'lish uchun hem vaziyetni Uyg'urlarga Uyg'urcha deb beralaydigan, inglizlar inglizcha deb beralaymiz, lekin fransuzcha deb beralaymiz, lekin Uyg'urlarga Uyg'urcha vaziyatlarni qanday tushuntirish, inglizlar kitoblardan bundaq tarjima qilgan narsalarni elib, texim bir davoyimizni bir o'zimizga bir to'liqroq aniq anglatish uchun Uyg'urchadan bilmasak bo'lmaydi bu siyosatni. Chunki bu kitoblar hamsi siyosatga, bizning tariximizga münasibətli kitaplar bu kitaplarni Uyg'urchada bilsak, Uyg'urlarimizni bundaq nima tarbiyalashga, ularga xabarlarni yetkazib, ularni tarbiyalashga pek muhimki. Shunga men Uyg'urchasini o'qib, boshqa fransuzcha, inglizlar selishtirib bundaq qilaman. Mesela bir doğrularını bazak satışdan aldılar. Aldılar biz şu doğrularını buludu, bazak satanlar buldu da onun scientific cihetten görüp çıkmaz. Ben biyologiya okuyan başka, şimdi bazak çıkışdan aldı da. Çünkü biz onun tərkibini tekşirip şu tecrübeler yaxşı elib verildi mi, adamın bədəni parlaq mı, qandaq ziyallıqları var, bunun tərkibində nimələr var, şularını görüp çıkmaz. Ben şunun da işləyimə. Adalet hizmetimizin vardı ciddi, məsuliyyətinin vardı yukarı, Kanadalıların sağlığı üçün, salametlik üçün köpləb yaxşaraq bir doğrular bazaq çıxıb keselləri dava bozq edib oylayımız. Şunu nöqtə nəzər qaldı, biz bunları küçəyib, tirişib işləyimiz. Bizning məsələn hə degəndə, əmdə til cəhətdən qeylimiz hə degəndə, onundan keyin biz vətəndə çoğunğanda sistem oxşamağaşqa bu Xitayның öğütüş usulü ilə bir yerdəki ögünüş, oxuş usulü, bir yerdəki xalqların işləş usulü oxşmaydı. Xitayda köpüncəlik köçürüb, həmiyəliqi tolu anlayımız, tədqiqat qılmay, aşında qılıdı. Məyədə köpüncəsi tədqiqatqa köngül böldü, onundan keyin kreativ deyimiz, özü birimlərini oylaş gerek, sizin oylaş, işləş, niminiz müstəqil buluş gerek, oxtayın gedək, nimini qıldıysa şu, siz bəgən sizi qoyacağınıqa iş yox. Əlbəttə bir yer masluş üçün azraq vaxt getirik,
til мұнайды жық til талап қылынған қызметлер başqa bu til үйренішке вақыт кетеді. Бірақ қыламайдыға işlemez. Uyg'urlar til үйренішті шunda çapsan, onundan keyin Uyg'urlar degan Uyg'urlar Xitoylarga o'xshamaydigan bir xil kalımız var. Bizning kalımız nəhayət deyilqi kəşfiyyatçan bir kalığa ega. Bizning kəşfiyyatçılığımız nəhayət üstün. Aşta qoğaşqa malağa tezroq mas kelib ketimiz ki, şu Xitoylar qaraganda Uyg'urlar deyə bir yerlərdə işilsə, biz shundoq tez moslashadi. Mushlarninki tafakkur qilishiga bizning sal yaqin keldiki. Shuningga Uyg'urlar nurg'a ishlan qilib ketalaydi. Undan keyin akademikdami, Kanadadami bakchiq o'qigan insonlar chiqqan Kanadada. Shu o'qiganlar o'z kasbini qilganlarmi shu oldida ketib bordida faqat delqi tilning cheklimisiga, yoqimisi, tafakkurmi shu burunqi cho'ng bo'lgan muhitning cheklimisiga uchirmadi. Albatta, ha deganda sal tas bo'ldi, lekin moslash chog'imiz nihoyat kuchli Uyg'urlar. Boğaşqa nəhayət yaxşı maslashib ketdik mishaga. Maslashib mushlarning orasida mana ishlab ketyapmiz. Bizning shu bo'limdami butun xizmatchilarning hammamiz doktorlar. Butun doktorlarni yig'ib ishlatayotgan bir bo'lim. Shu bo'limda bizning qopqaymay bilan tanishib ketyapmiz. O'qish bitgandan keyin men vatanga kelib, vatanga berib, vatanda o'qituvchi bo'lib, o'quvchilarni tarbiyalayman deb menda o'ldim. Endi xili bir yilqi bir shuncha jabr tatib o'qiganki bir g'oyib bo'ldi-ku odamda. Ashta deb qaytib bordim. Qaytib borgandan keyin shu xizmat izdigichi bo'lganlikda yilqi boshda nimaga Urumchidagi Noye nima Yezidlik institutiga o'rlashdim. Bizlik universitetiga o'rlashgandan keyin undan keyin u yerda shu ishga tushamay o'rlish bo'libmi. Undan keyin u yerdan bo'lmadi deb ranjib g'oljiq ketdim. G'oljiq berib, undan keyin bir mazgil o'tgandan keyin ashta qilib men 93-da o'qish bitirdim, lekin 94-yili ishga tushdim-da. Bo'lmasa degan ish ko'rmay shunda bir shu bizning fakulteti Shanxaydagi Shanxay Huadongshifandashu Shunshi degan fakultet shu Xitoy bo'yicha eng oldingi bir fakultet, maktab emas, fakulteti, ash maktabning fakulteti biologiyada eng taraqan, eng oldi 10 ning ichidagi bir fakulteti. Ashundaq bir fakultetni shuncha jafoda o'qish bitib qilgandan keyin ashalarda faqatla oqishik bo'lmasa odamning bilimiga oson emas, oqishik bilan insonlarning xizmat haqini o'rlashganligini ko'rgandan keyin shunchalik yaxshi o'qib, ashalarga berib o'qib, u yerlarda Xansu sinflarda o'qib, bir tal Uyg'ur, yana bir sinfda bir tal Uyg'ur bor, ikki Uyg'ur, ashunday bir fakultetdan degan 5-6 Uyg'ur bor, achinchiq bir qiyinchiliklarda Xitoylarning orasida o'qib chiqib, oxirgi kelgan chog'da vatanga qaytganki iqtidorimizninki hech bir ahamiyatining yo'qligini, iqtidorimizningki qiymatining yo'qligini faqat biz kimning oilasidan bo'lishimiz, bizning oqishimiz bormi, shuning munosabat bo'lganligini ko'rgandan keyin men işte bu ishlarni aytmayman, g'ururimga qattiq ta'sir qildi. Shuni men dedim, agar boshqa bir davlatda, boshqa bir dunyoda iqtidorga tayanib odam o'qigan o'zining iqtidoriga tayanib oldiga qarab ma'nolaydigan davlat bo'lsa, men shu yerga ketishim kerak. Chunki men bu yerda mumkin emas, bu yerda iqtidor bilan oldiga qarab bilimchi qilib bo'lmaydi. Iqtidor bo'lgan taqdirda uning nayt cho'ng, ya'ni yo'lanchiq bo'lishi kerak deb shularni o'ylaganki men bir qattiq ta'sir qildi. Bu ta'sir qilib, nayt g'ururimga tegib mening shuning bilan nimaga shu vaqtdan boshlab men bu davlatni tutmayman dedim, lekin qaysi davlatga ketishim kerakligini uqmadim. O'lchi qaytib borgandan keyin aslida men ruscha o'rgangan, Xansucham to'liq ruschagim xili unda yaxshi o'rganib kelgan. Bizning bu ishga o'qib vaqtimizda bizning ruschani majburiy o'qitadi. Shu bir o'zgarish bo'lgandan keyin men inglizcha o'rganishga boshladim. Vatan qaytib kelib inglizcha o'rganishga boshlab, shuning bilan inglizchani xeyli yaxshi o'rganib qoldim necha yil jarayonida chet elga chiqib ketish uchun. Albatta xizmat ishida mumkin oilalik bo'ldim, baliq bo'ldim. Mening chet elga chiqishimga endi sal kaynik surilib ketdi, lekin irodamni cho'ng'ashga oxirida chet elga chiqdim. Chet elga chiqqandan keyin men ashuna dedim, to'xtab men yerda butun kuchim bilan tirishib baqay. Men tirishgandan keyin xini mening iqtidorim bilan men o'zimning iqtidoriga tayanib bir yerlarga kirib, bir yerlarda juralamda mayli men Uyg'ur bo'lay, mayli
men tağdan tushgan bo'lar deb boshlab o'ldim. Haqiqatan shu o'xshamaslikni shu chet elda ko'rdim men. Bo'ldi Kanadaga kelib buriladigan Belgiyada o'qiyotgan Kanadaga kelib mana o'qishni bitagandan keyin shu hukumatning eng yuqori darajalik shu amdiylik yuqori darajalik Xalq Kanada degan bir federal hukumatga kirib bir nayt muhim xas shu kanadaliklarning ağır kasallarning hayotiga munosabatli bo'lgan shu dorilarning ashlaq nim qildigan shunday bir muhim ishga shu o'qib diplomni olib imtihon berib iqtidorim bilan demakchi meni sen muomalat sen meyadan kelding deb demedi bu yerda shu bir cho'ng bir shu vaqtda shunday bo'lgan birsi chet el chiqib ketishning bir burilishi ikkinchi burilishi chet elga chiqib ketishning bo'lgan shu bir jiddiy og'inimi ikkinchi burilishi 5 fevral vaqasi bo'ldi emasmi G'uljida bak dahshatli bo'ldi biz yashab o'tdik 5 fevral vaqasi bo'lganda shu 3 kun ichida bizni shu masalanki uyimizdan eshak chiqarg'izmadi shu bütün yo'llarni taqib etdi taladning bo'layotgan bilmaymiz men bizning uyimiz 4-qavatda men 4-qavatdan tushamadim hadamning qizini ayta og'rib ketib oylik 6 oylik qizini og'rib ketib 5 oylikmi shu doktorga nim qilganga doktorga apirdiganga shu taloq chiqsa harbiylar butunlay harbiylar ko'chalarni qoplab ketibdi hadamni bosni qizini doktorga apag'izmay tillab kayniga tapancha bilan kayniga nim hayda qizib etibdi adam shundan bos og'riq doktorga apramay uyda ishlab 3 kun turdi shu 3 kun taloq chiqarmay ham yana taqayotgan mezgilda ba'zi bir yilqi bir qon oqqan kesil babirsi bir bizning ashmaldagi uning davomli bir qarorli qon sepib turish kerak hayotini saqlab turish uchun shu 3 kunda so'layotganki harbiylar taloq chiqarg'izmaganki Xitoylar shu G'uljidagi shu 5 fevral vaqasida undan keyin shu doktorxonaga olib uningga qon solamay oqqan kesil bola uni o'lib ketdi. Shu atrofimizda ko'rgan kichik fojialar bu. Undan keyin shu bizni taloq chiqqandan keyingi qarasak turkumlar Uyg'urlarning bolalari butunlay mahallalarni tutib ketilibdi. Bizning mahallalardagi bolalar tutilib ketilibdi. Mahallarda bolamda qata taloq chiqib paransib o'tirib ketadi G'uljidashda bir odat bo'ldi. Undan keyin bir tashlab ketib Kan Uyg'ur bolalar do'kon ochgan yilqi Turkiyadagi bir nimaga o'xshaydigan oltin lanzatlar dabaza deymiz-ku Turkiyadagi Kapalı çarşı. Kapalı çarşı shu yilqi Grand nima degan o'shaga Grand bozor degan oshundaq bir yerimiz bor G'uljini tashlabga. Sap ashadi bolalarning hammasi Türklerge verip Türkiye'lerde açtıklarını körüp ügünüp eşek açtılar bir bazar qilib aşağılar qo'rqib ketdi bütün bolalar şeylerden kir ketdi. İdarga kelsak Xitoylarimiz bizga qaramaydi. Shu kundan boshlab bizga bo'lgan yilqindek tangsizlik idarda. Bizga bo'lgan oilib qarash, uni buni deydigan ish texim eg'irlashib ketdi. 97-yilda. Shuni bilan men bo'ldi, men cho'qim ketishim kerak deb balam ailem bo'lsin, ailemle bu qitim qiz vaqti ketimdan texim tas bo'ldi-da chiqish bola bilan oila bor. Shuna bo'lsin endi. Shu qaytib tadalga chiqib ketish qat'iy qarorga kelib shunga chiqib ketdim. Demakchi, yanla mening shu burilish nuqtamni asl qilgan shu bizning yashadagi tuzum, yashadagi Tengsizlikler. Qonun, tengsizlik mushu narsa shunday chiqib ketishga majbur qildi-da. 2017-yili G'uljiga yetib qolgandan keyin aerodrom stansiyasiga bizning oiladagilar meni og'il chiqdi. Og'il chiqqan chaqda men bilan ko'chgandagi burunqi vaqtida ko'chgan qat'iy o'xshamaydi. Hammasi shunchalik qattiq yig'lab ko'rishdiki, ukam seni mangu ko'ramay qoldigan bo'ldik deb baq qo'rqdik dedi. Chunki men yo'lda 2 soat kechikdim. Ordan 2 soat kechikdi. Ular xabar qilay desam, mishadim men mangdigan chaqda shu Xitoyning ambasadorniki nima bergan chaqda, men vez bergan chaqda telefon, kompyuter hech nima olmaysa ilishib bo'lmaydi deb boshlab shart qo'ygan. Shuni men telefon, kompyuterlar yo'q bo'lgandan keyin ular bilan aloqalashmay 2 soat ordan 2 soat kechikkandik. Bular meni akirkatdilar deb o'ylabdi. Meni ko'rgandan keyin o'kirib sig'lab, seni ko'ramay qolamdik deb baq qo'rqdik dedim. Men hayron qoldim. Burularni shunda xo'shal kutib oladi.
Şu degan gap bo'ldi birinchi bo'ldi, ikkinchisi sen taksiga chiqqandan keyin hech qaysimiz gap qilmaymiz. Sen qattiq gap qilma, qattiq gapni so'rama deb dedi. Taksiga qashdaq gap qilmay chiqib, gap qilmay uyga tushdik. Uyga borgandan keyin birinchi qilgan ishi telefonlar, uydagi nimalarni internet ulangan narsalarning hammasining ivatdi, telefonlarni o'chiribdi. Shundaq bo'lsa-mu, yana pichirlashib qilib o'tirdik uyning ichida. O'zimizning uyning ichida pichirlashib qilib o'tirdik. Shu pichirlashib qilib o'tirgan orliqdan akam dedi, bo'ldi 10 bo'lib ketibdi, 2 soat deblam. Anki qaytib biz qaytaylik deb akam bilan kelinimiz ishni ichib chiqsa, ishni bir tinchab o'tibdi. Shuning bilan akamlar chiqqandan keyin qochdi, yurgadi. Akam kendi yurgadi, yama ishga yugurib yo'qolib ketdi, akam kendi yechmadi. Shuning bilan shu biz birimlarning hammasini ichib pachirlashib qilib o'tirsak, ishimizni birsini tinchapti. Ashunchalik ahvol, shunchalik og'ir. Ondan keyin hadilarim qo'rqib yeyishim dalamaydi. Kirib ketdi deydi. Kirib ketibdi, yo'qolib ketibdi, tutib ketibdi. Shuli gap. Shundan boshqa gap yo'q. Shu 2009da Montrealdagi Montreal University Montreal universitetini bitagandan keyin Montrealdan bir 20 yildak ish izlab baqdim. Ish izlab baqsam, u vaqtda men iqtisodda yaxshi emas bir mezgil to'g'ri kelganda rasmsam o'zimga loyiq bir ish topib chiqmadi, endi men boshqa ishlar chiqdi, o'zimga loyiq bir ish chiqmadi. Shuning bilan chiqmagandan keyin bo'ldi, shu Ottawaga ketay, Ottawaga berib, u vaqtda mening hozir fransuz tilim bor, u yoqda ingliz tilimni bir texnik mashq qilsam, shu vaqtda chuqur men ish chiqdi deb shuni Ottawaga qaytib keldim, kuch keldi. Ottawaga qaytib kelgandan keyin shuni birinchi qitim ishlagan ishim bir tajribaxonada Ashxabaz Kanada degan, ya'ni hozir ishlayotgan yerimning bir tajribaxonasiga bir nima xizmat etib tajribaga yordam bergan, tajribalarni qilib research assistant deymiz, technician deb qo'ydik. Ashta tadqiqotga yordam qilgan, tajribalarni ishlab tajribaxon qilgan bir ishga kirdim. Kirib shuninglar u bir qanchalik ishdi, u 3 oylik ishdi. 3 oylik ish qilgandan keyin uning oldida rasman u yerga volunteer deb qo'ydi, ilqi Benevol deb qo'ydi fransuzda. Bekor ishlab beradigan kiribdi maras. O'zim Ottawaga kelgandan keyin qarsam ishlardan topanib, u yoqqa qardim, bu yoqqa qardim, ish topolmagandan keyin ular bir kun bekor o'tamaydi, restoran deb ishlab turdim. Restoranda kutkuchilik qilib, chunki birgada kutkuchi bo'lib ishlab, bak uzun yil ishlab ketgan tajribam bor. Shu bir restoran deb kutkuchi bo'lib ishlab o'tasam bir xaridor bor edi. Xaridor berib shuni sen paranj qoldi, xaridorga birimlarni qilishga paranj qoldi. Sen deb shundan qayerda o'qigan degan gap chiqib, men o'sha fakultetni bitagansam, "Voy, sen bu yerda nima ish qilsan, o'sha fakultetni bitirib, bu donliq bir fakultetni dedim, mana shu Montreal universitetlik fakultetini. Men shu yerni bitagan, men hozir palanchada ishlayman. Sen nima ishga bu restoranda ishlaysan, u fakultetni bitagan, donliq fakultetni sening biliming zoyi ketib o'tibdi deb boshladi deganda, ishni bo'lmaydi, men ish topqichim ishlab turyapman dedim. Ungacha bu aloqasini tashlab qo'yib ketdi, menga telefon nomerlarini aloqasini tashlab qo'yib ketdi, sabab menga telefon qilibdi. Bir ishlar bo'lib qolsa, men senga deyman, ishga intam berib kirsam bo'ldi dedi. Shundan keyin bir 3 oydan keyin men telefon qilib turdim, ishim chiqmadi. 3 oydan keyin bir telefon qilsam sen hozir ish yo'q, endi hozir vaziyat hozir ekonomiya, iqtisod yaxshi emas mezgili. Shuning sen biliming shunda bo'lganki, ham o'qigan bo'lgandan keyin tajribaxon shu restoranda vaqtingni ziyon qilg'ichi, men tajribaxonga kirib ashada bekor bo'lsin ishlab tursam bo'ldi deydi. Bular volunteer deydi uni. Deganda bo'ldi dedim, shuninglar volunteer bo'lib kirdim yashaga. Kirib bekor ishlab turdim yashada. Bekor kunda degan xuddi xizmatchi o'xshash 8da bormi? Qizimni maktabga olib boriblar. Kashkicha bekor tajribalarni ishlab, qila olgan shunda yaxshi qilib berdim, ishlab turdim. Bir oydagilar yondagi tajribaxondagi birsini ko'z tushib, bu yapaq yaxshi ishlayotgan deb, meni tajribaxonga men senga pul berma, bu yerga qolma, men seni pul berib tajribaxonga olaman dedi. Deganda u gapni anglab, tajribaxonga akirganlar, "Voy, biz seni akirsak bu aktamdagi biz pul berib
Seni ep qalmız deb deyilqi. Bir ay bekar ishlab bo'lgandan keyin pul berib meni 3 ay pul berib ishlatdi. Shundan keyin hilqi bekar ishlayman deb kirgandan bir oyliklar u yerda xizmat yo'q qoldim qarab 3 ay. 3 ay xizmat yo'q qolgandan keyin shuni bilan shu xaskanada shu ishlayotgan yerda hilqi iqtisodda yaxshi bo'lmay tajribaxonlarni kesadigan bir ishlab qoldik. Men ishlayotgan tajribaxonni shuni bilan bular nim qo'yatdi. Taqaymiz dedi. Taqaymiz degandiki shunlar ular birlik collaborate birlik ishlayotgan bir yana bir tajribaxonlar davomli birlashib proyektlarni ishlaydi emasmi? Ular dedi, sen bizning tajribaxonga yenib chiqib buni taqqigan dedi. Men shu ularning tajribaxonga yenib chiqdim. Yenib chiqsam shunga bizda hozir pul yo'q. Pul bo'lguncha sen doktorlik o'qitsan bo'lmamdi, bir ishim bo'lmagandan keyin doktorlik iltimos qilib baq. Doktorlik iltimos qilib shartdan to'shib ib qolsa, doktorlikni bizning tajribaxonda o'qiydi dedi. Yani maktabda universitetga berib tizim qoldirsiz, lekin tajribani mayada qilsiz. Oyoqning o'quvchi oyoqning dars qilsiz, tajribani mayada qilsiz. Ashuna dedi. U gapni anglab shundan keyin doktorlik iltimos qildim. Doktorlik iltimos qilsam shunlar ular bu Belgiyada o'qigan natijalarimni so'rdi, asadan avat bergan ular maktabdan. Men Montrealda o'qigan natijalarimni ular avat bergan, undan sirtqi ash o'qituvchilardan shu o'quvchi qanday deb xatlarni olib keldilar. Kardin universiteti iltimos qilgan. Kardin universiteti men oldi doktorlik sharti to'shitgan buni deb shuni bilan doktorlikka kirdim. Doktorlikka kirgandan keyin doktorlik degan bak uzun o'xshamasmi? Kam deganda 4 yil bo'lmasa 6-7 yil o'qitdi adashda 10 yil o'qiganlar bor. Shuni bilan bir o'qish kirgandek keldi bu doktorlikda 5 yil o'qib ketdim. 5 yil o'qib shuni doktor bo'lib chiqdim biologiyaga. Doktorlikni bitirmay oxirgi yil bitiray deb qolgan chaqdilar. Atrofimdagilar xizmatlarni izlab qilishga boshladi. Shunlar men xizmat izlab turay, doktorlik bitirsam xizmatga ketishim kerak deb tursam, shuni bilan bir xizmat mening shu o'qigan narsamga mos keldiki, shu chiqib qoldim shu Xaskanada o'zini emas, Xaskanadaning o'z boshquradigan yana bir tarmog'i bor. O'shadan chiqdi. Chiqatdi u yerga imtihon berdim, imtihonlardan o'tibdim shuni bilan. Doktorlikni bitiray deb qolganda xizmat kuchib ketdim. 2015 shuni bilan bir chatdan doktorlikning oxirini bitirib etdim, yezib oldim, maqola yezib oldim. Shuni yezib bir chatdan ishladim. Shuna doktorlikni bitib ketdi. Shunlar shu ishlagan betim mana hozir u vaqtda u yerda 3 yil ishlab, undan keyin mana bosh idorasiga, mana Xaskanada degan bosh idorasiga promot bo'lib, men nimam mana bu o'rnim ozroq o'sib mayaqqa kelib shu yerda ishlayapman. Shuna 8 yilda yag'im shu Xaskanada ishlayapman. Endi bu yerda ishlash oson emas, lekin vatanga qaraganda iqtidoringiz qarab ishlaysiz-da. Mayli siz teringiz qanday bo'lsin, mayli sizning chechiningizning rangi, ko'zingizning rangi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim sizning qobiliyatingiz bo'lishi kerak. Qobiliyatingiz bilan ishlaysiz. Qobiliyatingiz bo'lsa, siz oldiga o'sib ketaverasiz. Demakchi, bizning vatanda biz asli Xitoydalar shu tuzum bu Xitoydalar aslida insonlarning iqtidoriga asosan ishlatmaydi. Vatanda texnik yomanda butun Uyg'ur bo'lganingiz uchun qancha iqtidor bo'ling, siz davomli bularning oqida turib ishlaysiz. Meya kelgandan keyin har holda o'zingiz iqtidorga kuchli xizmatni tepib ishlab ketalaysiz bu yerda. Ham shu fursatlarni berdi. Sening tiling mandaqga, chirog'ing mandaqga sen bu imtihon qatnashma demaydi. Imtihon oldi, imtihon qatnashsa, imtihonda o'tsangiz siz ashundaq yerlari faqat o'zingiz tayinib, agar o'zingizni tirishmasangiz, o'zingiz qattiq tirsangiz, cho'qim bir ishni boshqa chiqib bo'ldi bu yerda. Albatta vaqt ketadi, albatta oson emas, lekin qig'il bo'lmaydigan ishlar emas. Sharoit bor deysiz. Sharoit bor, shu fursat keldi. Tirishim, men 100% ishni o fursat keldi. Menda ne aqlli Uyg'urlarimiz bor, men o'zimni aqlli Uyg'urlarni dalamayman. Faqat men shu informationlarni masalan shu kuchurlarni egallashga sal oldin diqqat qilmayman. Masalan, qayerlar kuchur bor, insonlar nima ish qilyapti, bu nima ishlarni qilish kerak. Masalan, shu jamiyatda, shu atrofimizda, shu Kanadada nima ishlar bo'lyapti, cho'qim ko'z quloq bo'lib kuchur egallash kerak. Siz masalan film ishlasangizmi, filmga munosabat kuchurlardan sirt jamiyat nima bo'lyapti. Mushlarning hammasi sizning o'zingizni qayerga qo'yishingizga, qayerlarga iltimos qilishingizga, qayerlarga berib turib kelishingizga sabab bo'ldi emasmi? Shuning uchun uchur bak muhim.
Aşlaq bilimlərə diqqət qilib, başqa vaxtda tirishsingizmi bir ish qilib olasiz. Men shunchalik ishonman. Tirishgan odam cho'qim bir ish qildi, cho'qim fursat bor deb iqtidor bilan tirishchilik biz cho'qim fursat deb men uni ishonman. Opam og'riq vaqtida meni zo'rlab dadam ikkisi rasmiysam uydan haydab qo'g'lab degandek chiqiribdi. O'qish bamsanmay desam, aran shu chet elga chiqib qolgan o'qishning aran qo'lga keldi. Shuncha yil tirishib o'qib, tirishib yurib, chiqmasamay deb keldi va shundoq bo'lsa-mi yana opam o'qish degan tepildi, opam tepilmaydi. Opamning qishib qolsamcha umrini oxirigacha qaragan bo'lsam juda orzu qilmay. Yana birisi opam dadamlarni mishalarga akilib, menda ko'rgan dunyolarni, musutlarga, mishalarni ko'rsatmaganimga hozirgacha ichim kuydi. Opam tuganga, dadam tuganga yendi turamidim. Çatal chiqmadan bo'lsam bo'pti degan mening pushmanim emas. Opam og'riq vaqtida ketmasam bo'pti. Opam tuga ketgan keyin ketsam bo'lmamdi deb davomli shuni pushmon qilmanda shu o'lsam. Bir og'riq qolgan onani men tashlab mangan edim. Özüm uxlayman. Aşınınğı bir ömür ayıplab o'tdim hozirgacha. Uyg'urlarning vaziyati intayin jiddiy. Biz hozir hammamiz ha deganki 5-2 yildan qattiq berib vaqirab, chaqirab, kunda faoliyat qilib, kunda nim qilib, sal hozir bu ishlarga bo'shab qolganda, kun qolganda qildik. Bu faqat biz o'zimizningki ko'z qarash, o'zimiz bo'shitib qo'ydik. Bir xil ko'nib qolgandek, shunday bir vaziyat shakllanadi. Amaliyotda Uyg'urlarning vaziyati, vatan vaziyati qilch yaxshilanmadi. Endi buningda qanday qilish kerak degan chog'da mening o'ylaganlarim hammamiz yana davomli qila oladigan ishlarni qilishimiz kerak. Mayli u kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, davlatlar besim solgan, her birimiz özümüzün dövlətli parlamentlar besim selib, Uyg'urlarning ishini davomli anlatib turish kerak. Yo'qki bola yig'ilmasa anamı qaramaydi, shunga o'xshashli bir ish bu. Chunki biz davomli holimizni anlatib, shu dunyoninki shu yo'qki nemisini, fikrni, jamoat fikrini, shu davlatlarning jamoat fikrini shakllantirib, shu Xitoyga besim qilishni davomli besim qilishga shu biz harakat qilishimiz kerak. Bu bizning dunyodan tutgan o'yinimiz. Chunki dunyo hech qanday davlat bizni berib, bizni ozod qilib qo'ymaydi. Faqat o'zimizni ozod qilamiz. Lekin shu bir fursatlar kelguncha cho'qim butun dunyoni o'zimizga moyil qilib, dunyodagi kuchli davlatlarni oqimizga qo'yib, o'shunday ashlar bilan birlikda harakat qilishimiz kerak. Masalan, ular Mesela Dünya Uyg'ur Qurultiyi yoki ba'zi tashkilotlarning masalan G'arbning kayni kirdi, G'arbda umid kutyotdi deb boshlaydi. Bu umid kutganlik emas. Bizga bir shu vatanni bir boshqa qo'rg'onlarga boshqa turda ozod qilishning oldida cho'qim bizga bir tayyorlik bo'lish kerak. Bu tayyorliklarni millat o'zi yolg'iz qilolmaydi. Bir cho'qim qanday boshqa davlatlar qanday davlatlarni qurgan. Bular nima ishlarni ib olgan. Shular bilan birlikda harakat qilishadi. Birlikda harakat qilgan vaqtimizda bir kuch bo'lmiz. Bu Xitoy degan noyati bir cho'ng kuch, bu noyati razil kuch. Buningga Uyg'urlar o'zlari yolg'iz taqobil turish mumkin emas. Cho'qim shu kuchli davlatlar bilan, ashlar bilan birlashib, ashlarni oqimizga ilib birlikda harakat qilish. Bu birinchisi. Yana birisi hozirgi Xitoyning iqtisodi intayin tushib ketyapti. Burunqi bütün davlatlar burun Xitoyning iqtisodini deb bo'lsa-mu, iqtisoddan manfaat olish uchun bo'lsa-mu Xitoyga ko'z yumatdi, quvvatga ishlar ko'z yumatdi. Hozir Xitoyning iqtisodi tushib ketganda manfaat yo'qolganki bularni ko'z yumib turolmaydi. Shuning uchun amaliyotda bundan keyingi bizniki shu texnik qaytadan anlatib, parlamentlarga besim selib, davlatlarni harakatlantirishga texnik kuchishimiz kerak. Bizda hozir bo'shash bor va xatarlik bu. Hamma o'zimiz ichida, shuning bo'shashning ichida cho'qim harakat qilib kuchli bo'lishimiz. Chunki biz nihoyat yaxshi fursat. Xitoydan manfaat chiqmagan shunday bir holatda dunyo buningga qarshi chiqayotgan mezgilda ham dunyodagi g'arb davlatlarning o'rnini olib Amerikaning o'rnini bosmayman deb mushtabir turayotgan holatda
iqtisodimi uningga yordam beradi. Bularning dunyo bo'lgan tashqi siyosatimi nihoyatda bir jilbördek bir siyosat qilyotdi. Nihoyat foydasiz bir o'rin. Müşta bir mezgilde biz çoxum küçük devletlerle birleşip ulardaki güçlerini paydalanıp aşılarını işqi silip Xitayga taqabul turishimiz kerak. Hozir bizning qilalaymiz. Uyg'ur davlat dunyodan kutadigan umidimiz shu. Uyg'urlar nima qilamiz degan chaqda dunyo kim qo'zg'atadi, biz qo'zg'atamiz. Kanada deganda, Uyg'ur deganda hech kim bilmaydi. Hozir doktorxonaga shu do'stimningki apsaqlab doktorxonaga borsak, sizlar nima millat deb mendan so'raganda Uyg'ur desam, ha sizlar Xitoydagi Uyg'urmas, ilq nima uchayotgan degan ashada, ha biz erkak qirg'inchilik uchayotgan shu millat biz deb biz ashada tushundilar. Demakchi, uni kim bildi biz tushundimiz. Biz anlatmasak kim bildi? Anlatish unchalik undaq anlatishlar sal qarmay, voy biz cho'ng ish qilishimiz kerak. Keşke anlatganning foyda unda emas. Anlatıp bütün cemaat fikrini yığıp cemaatni bizning kendimizge yenimizga qo'ygan vaqtida unga Xitoyga qarshi chiqa olamiz, bir ish qila olamiz. Uyg'urlarning qildigan ishi davomli to'xtamay anlatish. Hozir bizning qo'limizda qurol yo'q, bizning qo'limizda kuch yo'q. Hozir u bir texi bizning davlatimiz, bizning Chapqi Turkiston bir egilik davlatning ostidagi bir davlat. Cho'qim onun bir egallangan, mustamlik bo'lgan davlat ekanligini dunyoga isbotlashimiz kerak. Bularning hammasi anlatish, materiallarni to'plash, tirishdan keldi. Bu internetdan, Facebookda bir yer so'zlab qo'yib, biz o'zimizni azod qilishimiz kerak deganda kelmaydi. Shuning uchun Uyg'urlarning kutgan umidimiz nima deganda, Uyg'urlar cho'qim to'xtamay anlatish kerak, o'z qila oladigan ishlarni qilish kerak, ham ittifoq bo'lish kerak. Bizning Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Bizning bir dushmanimiz bor, u bo'lsin Xitoy. Hammamizning vazifasi birlashib, Xitoyni dushman deb qarab Xitoyga qarshi turish. Biz Uyg'urga qarshi turib, o'zimizning qarindoshiga buni araydigan hech qanday haqqimiz yo'q. Bizi unda haqni hech kim bermadi. Cho'qim bir dushmanimiz bor, u Xitoy. Bütün kuchimizni, aqlimizni o'zimizning ichida buni bu tashkilotlarni nima qilish qartish emas, shu Xitoyga qartishimiz kerak. Shuni kutganman. Burun kichik vaqtlarimda men shu chet elga chiqma, chet elga bir darshoda o'qiyman dedim. Bu chet elga darsholarda o'qiyman dedim. Vaqtda darsholarda Uyg'urcha universitetlarda o'qiyman dedim. U bir konkurs, bir konkurs bir nima qayerda nima o'qiyman deganni bilmasam-mu, shu orzu meni davomli oldimga qarab menishga, maktablarda yaxshi o'qishga, oldi qarab universitetga o'tishga, universitetga shularga turtki bo'ldi-da endi. Bu shu o'qish orzusi. Men bütün o'qish orzularimga yetdim. 2 magistrlik oldim, doktorlikni oldim. O'qishning eng yuqori pallasi shu doktorlik bilan tugaydi. Shuningga yetdim men, bu orzularimga yetdim. Undan qalsa men shu o'qishlarni bitirib berib, xiyolimda shu vatanni bolalarga, yoshlarni tarbiyalasam, shu bir dangliq o'qituvchilar bo'lib, o'quvchilarni tarbiyalab, Uyg'urlarni mishalarga chiqarib o'qitsam, ya mishalarda Uyg'urlarni mishaqlarga taklif qilib, Uyg'ur o'quvchilarni mishalarga ochib o'qitsam deb, shu orzularimga baxtli bir vaziyatlarda qarsam bu yerga kelganda u orzularning haqiqatan bir nihoyat qiyin ishkanligini, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli balkim o'quvchilarga maktablarni o'qituvchilarini berib u narsalarni qildim rost. Shu sabablar bilan o'quvchilar kelgan o'quvchilar bo'ldi, lekin men o'qitaman degan u orzularni nihoyat bir iqtisodiy jihatdan nihoyat qiyin bo'lg'achqa ularni qildim, lekin shu o'quvchilarningki qanday iltimos qilgan qog'ozlarni ko'rib berish qilib, shunaqa nurg'un o'quvchilar keldi. Universitetlarni o'qib, mishalar bitirib qolganlar shu maktablardan nima qilib o'qishib, shularga chaqirishlarni avatib boshlab qolganlar bo'ldi. Endi o kichik orzularimni yetdi. Yana birisi endi qizimni, hayotimdagi eng cho'ng mening shaxsiy orzumsan, qizimni bir yaramli odam bo'lib tarbiyalab chiqsam, boshda o'zi bir shu jamiyatga yaramli bo'lsa, oilamizga bir yaramli bo'lsa, jamiyatga yaramli bo'lsa, jamiyatda bir kuchlik, boshqalarning qo'li qarmaydigan, o'zining oyoqlari ostida tura oladigan shunday bir kuchli bir qizimni bir tarbiyalab chiqsam deb o'yladim. Mening ko'z qarshimda bu faqat o'qish, bilim bilan cheklanib qolmaydi, ya'ni shu odamning xarakteri, insonlarga bo'lgan ko'ngil bo'lishi,
bir yaxshi odam bo'lish eng muhim boshda. Yaxshi qizimni bir yaxshi inson qilib tarbiyalasam degan orzuyim bor. Siz degan endi yaxshi sizning qalbingizdagi yaxshi insonni qaysi shaklda xizmatmi, nim jihatlarda yaxshi inson? Yaxshi inson boshda yilqindak shaxsiyatchi bo'lmaydi. İnsanlar ko'ngil bo'ldi. Undan keyin tirishadi, mehnat qiladi. Undan mehnati orqali insonlarga foydali bir ishlarni qilishni qildigan bir bo'lish uchun o'zini o'ylamay qanchalik o'rganib, qanchalik bilim qilib o'zingiz uchun yashab o'tsangiz, menimcha u yetarli emas. Chunki Alloh nimishki bizni yoritdi desam, shu jamiyatga bir asas qo'shsin. Biz atrofga kichkin bir foydasi bo'lsin deb yordamga deb o'ylanib, nimishki yoraldik, o'zimiz yeb, o'zimiz ichib, o'zimiz bilan yaraydigan bo'lsak deb men ashta o'ylayman. Shuningga atrofga foydali, o'ziga bir foydali bir odam bo'lsa deb orzu qiladim, qizim shunday tarbiyalansa deb men orzumga yetdim deb o'ylayman. Mushu ishlar chiqqandan keyin men qizimni to'g'ri tarbiyalaganimni bildim. Uyg'urlarning mush qirg'inchiliklari yuz bergandan keyin qizim darhol menga ergishib, meni qo'llab, Uyg'urlarni qo'llab chiqib, "Apa, biz miyaga chiqdik. Vatandagilar ular o'zi ularni fikr qilish, ularningki o'z uchun kurash qilish imkoniyati yo'q. Biz miyada bo'lganki biz qilishimiz kerak" dedi. Demakchi qizimni nihoyatda yaxshi to'g'ri tarbiyalab chiqdim. Bir bolani jamiyatga o'ziga bir yaramliq tarbiyalab chiqish, millatga bir yaramliq qilib tarbiyalab chiqish eng cho'ng bir orzularimning birisi, uni amalga oshdi. Birisi shu o'zi har xil kasblarni tanlab o'qib baqdi, o'qib beqib, shuning bilan eng yaxshi ko'rgani shunga munosabatlik masalan shu conflict study and human rights degan kasb deganda ziddiyatlik to'qinishlarni tadqiq qiladigan ham kishilik huquqini tadqiq, ziddiyat to'qinishlarni kishilik huquqini tadqiq qilgan bir kasb. Ziddiyatlik to'qinishlar degan nihoyatda murakkab, nihoyatda cho'nqur bir bilim. Chunki dunyo ziddiyatga to'shqan, har xil murakkab dunyoning ahvoli masalan bo'ladigan nihoyat murakkab dunyoning ahvolidan o'rgandik. Shuni yaxshi ko'rdi, shu kasb, shu o'zi tanlagan kasb bilan Uyg'urlarning beshib tushgan kunlarning bir xilligiga o'rgangan narsasini ashunga ishlatadiganga bir fursat bo'ldi Uyg'urlarning beshib kelgan kunlarni anglagandan keyin. O'zimni qiziqatdi, bir tarafdan biz kichigidan tortib millatni, vatanimizni tushuntirib, millat to'g'riliqqa qilib, Uyg'urchani tashlaman, Uyg'ur so'zlarni deb bolamizga millat to'g'riliq qalasiga chiqsin dedik. Men odatda kunlik turmushda asriq fursatlarni tepib o'tirib, uning kashkicha demayman. Har bir fursatlarni kelgan chog'da mushu deyishga to'g'ri kelgan vaqtlarda bizim vatandagi ahvolni, miyadagi ko'rganlarni selishtirib, Xitoyning cho'ng jihatini selishtirib, Uyg'urlarning ahvolini selishtirib, qizimning miyadagi quvvatqashligini selishtirib, davomli bir fursatlarga qolsa tushundim. Demakchi, vatan to'g'riliq qizimning ideyasiga nihoyat kichigidan tortib singdirdik. Singdirib ma'noq u bir bo'ldi. Shunlar men qirg'inchilikni ko'rgandan keyin vatan berib kelib yig'labmish ahvollarida biz cho'qim chiqimsaq bo'lmaydi degan chog'da qizimni men bilan tangla chiqdi, opam qarab turaman. Deplam tangla chiqib Benevol volunteer deymiz, yana bekog'i boshda ishlab yurdi, bekog'ni shu hamma tashkilotlar ishlab yurdi. Bekog' ishlab yurish jarayonida parlament a'zolari bilan bir necha qatam birga yig'inlarni o'tkazdik, faoliyatlarni o'tkazgan chog'da shu nimeniki sekretari shu Samir Zubayrning sekretari bilan shu atroflarda shu Uyg'urlarning ahvolini tushuntirish orqali Kavsarga shu bir tanishish fursati bo'ldi. Shuninglar ashadlar Kavsarning tushuntirish, Kavsarning kimandaq nimlarga qarab ashadlar yoqtirib qilib shuninglar bu baribir senni bekog' ishlab o'tibsan, ham bizga bekog' ishlab dedi yilqi. Bekog' ishlab deganda Kavsar ha ma'qul bekog' ishlayman deb yozliq ta'tilda ish izlaydi bu qiz. Ish izlasa shuninglar burun pasport Kanadada 10 oy ishlagan, pasport Kanadada, undan boshqa yerlarda ishlagan. Ish izlab yursam shu parlamentda bir xizmatningki uchurini ko'rib qopdi.
Onunğa imkan verib, talanıb kirdiga şartlarını qoyubdu, bir buncha şartlarını şununla iltimas qilib baqay deb iltimas qildi. İltimas qilgandan şununla onunğa o'tdi. Ulardan iltimas qildi, kendin savollarni so'rab, intervyu qilib o'tdi onunğa. O'tgandan şununla madem sen bana yardımlaşıp emde volunteer bol deb jurətdi, şu arlıqda mən məyəyə ötdüm. Mişədə mən qayağa verib işləsəm, işləyməkə, onu da senin ofisində işləsəm bolamdı degəndi ki, o şunu oy bu proqramı ötübsən, bu sən bərnamə proqramın içindən oxucu alay deb turatdın debla. Proqramı ötgəndi ki, şunlar anıq əslində qanday işləb жүргən, şunlar aş bölümgə kirib işlədi. Ondan keyin u yerda yaxshi ishlab ketganki, uzatib 2 yilda ish ketdi. Samir Zubayri degan parlament a'zosining bölümü kirib işledi. O adam Kevserler kirib işleganki, o adam şu Uyg'urlarninki nimsiga qiziqishga boshlagan, uni oldilar. Chunki o adam şu Kanadadagi kishilik huquq komitetininki hay'at a'zosi, parlamentning ichida bir necha komitetlar bo'ldi. Masalan, Xitoy ishlar komiteti, kishilik huquq komiteti deb. Bu adam kishilik huquq komitetining a'zosi. Şu adam shuninglar bu men kishilik huquq komitetining a'zosi, kishilik huquqlar ko'ngil bildi degan gap bu adam. Ko'ngil bildigan bir adam boshqa shuninglar Uyg'urlar bizni nurg'un faoliyatlarimizga qatnashtirib, bu adam taklif qilib, so'zlab berib, bu adam nima xizmatlarni ishladi Kanadada Uyg'urlar. Mehmetlerime bekçik kuch chiqadi, Mehmetlarninki organizasyon bekçik kuch chiqadi, qiyimlar, shu butun Kanadaliklar bekçik kuch chiqadi. Montrealdagi tashkilotlar bo'lsin, shunday qilib shuni bilan oxirsida shu bu adam bilan so'z nim qilish jarayonida nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Mushu adam undan keyin mushu ofis orqali boshqa mushuning Uyg'urlar ko'ngil bildigan boshqa parlament a'zolari bilan do'stlik korpusi qurildi. Do'stlik korpusi qurilgan kun uchun Garnat Islamba nurg'un odamlar parlament a'zolari kirdi bunga. Kirgandan keyin bular a'zolarga so'zlab, tushuntirib, besim berib, yig'in ichib, shunday qilish jarayonida Uyg'urlarning qirg'inchiligini shu Kanada parlamentida e'tirof qildik. O e'tirof qilgandan mushlarninki bölümüdekilarmi nəhayət mühim rol oynadı. Odatda bu adam Uyg'urlar bilan aloqalashib turdi, lekin nurg'un ishlarning tushunmagan yerlarini savol bo'lsa, mening qizimdan so'raydi. Qizim ko'pincha vaqtlarda men orqali, bir bilan ko'rish orqali, faoliyatlar qatnashish orqali o'rgandi shularni deb berdi. Ba'zi vaqtlarda mendan nəhayət inchiki bilmagan yerlar bo'lsa, mendan so'raydi, men deb berman. Materiallarni ko'rib turman, Uyg'urlar to'g'riliq davomli. Biz to'g'riliq. Shunday qolgandan keyin nəhayət ichida bir odam, ichida birisi bo'lsa, nəhayət jiq foydasi bo'ldi ekan. Mehmetlarni davomli qilib aloqalashib, yig'inlarni o'rlashtirib qilishlarning jiq foydasi bo'ldi ekan. Undan keyin bular irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildigan keyin ikkinchi qadam nima degan chog'da irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan keyin cho'qim hozir sarson bo'lib turgan Uyg'urlarni bu Kanada degan bir immigrantlarni, ko'chmanlarni akildigan bir davlat bo'lgan, ko'chman bo'lgan Uyg'urlarni ishga kelmaslar degan savol chiqdi. Shuning bilan mushtaq bu gapni bu odamga deganki, "Voy, nima uchun bo'lmaydi to'g'ri deb, undan keyin asta-asta buning planini tuzib, nurg'un sirtdan besim qilib, sirtdan Mehmetlar bilan hammamiz birlashib shu planini tuzib oxirsida mushu yezib chiqqan narsalarni mushlarning bo'limi Kevsar qizim pishib turib yozdi, bu narsalarni ashta qilib yezib chiqdi, tayyorladi, ashunday qilib hukumat sundi, lekin hukumat sungandan keyin naytach faoliyatlar bo'lib, hamma yerlarni besim qilish, butun parlament a'zolariga degan biz bir xat yozib, tushuntirib, hammasi bilan asosiyatdan bekchiq ko'rishdik. Bizmi 30-40 parlament a'zolari senatlar bilan ko'rishib chiqdik, masalan, bizning oilaga ishimizni desak. Nurg'un odamlar bilan ko'rishib chiqdik. Mehmetlarni davomli ko'rishib, butun Uyg'urlar, butun Kanada Uyg'urlarning hammasi har xil kuchlarni chiqadi. Bir ishlar, bir Uyg'urlar, bir odamning yo ikki odamning qo'ldan kelgan ish emas bular. Kanada Uyg'urlardan baqirlamayman. Kanada Uyg'urlar hammasi o'zi qiladigan ishlarni qilib, nayt tirishdi. Shuning bilan bu ishlar mavjud qilishdi, o'rmon Uyg'urni akildiganga nim qildik. Nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Shunga qizimning mush ishlar kuch chiqqaniga men bek xo'sh. Bir o'zimning bir avlodimni shu millatga foydasi bor, o'ziga, bu jamiyatga foydasi bir inson bo'lib
çoğun qildi, bundan keyin ishlarni texnik ilgir bo'lsin, bu yetarlik emas, oldin nurg'un yo'llar bor albatta. Hozirgachilik endi men haqiqatan rozi bo'ldim desam, bu hayotimda shunchalik bir balam shunchalik bir qiz bo'lib cho'ng bo'ldi. Barimiz bundan keyin texnik yaxshi ishlarni qilgan orzu qilamiz. Ya'ni shu yo'l qarab bizmi qo'llaymiz yo'lga. O'zini turishidi, qiyinchiliklar bo'lsa, tam tatishib ma'miz shu tarafga qarab. Sizni yaxshi do'rab menibdi, ammo hozirgi gapingizga qaraganda biraz yo'lni siz beribsiz, sizda bekorlik bo'lsin ishlar, yaxshi ishlar, qiziqadigan ishlarni qil deb siz o'z yaxshi ko'radigan yerga kiribdi. Bu qiz bekchiq bekorlik ishlaydigan ishni bekchiq qilgan, 12 yoshdan tortib bekorlik ishlaydigan ishlarni qiladi. Bu qizda bir xil ruh bor. Men bekorlik qilsammi, kichik vaqtida ular maosh bermaydi, 12 yoshdan boshlab bekorlik qilsammi, ugunma. Shu bir haqiqiy bir yordam kerak bo'lgan chaqda ashunga yordam qilmay qarab turolmaydi. Shu tarafdan ashunda qilish jarayonida u butun bekor qilgan ishlar ashqizga tajriba bo'lib, bir yerlar tamtirmaydigan, o'z uyda kamsiz bo'lgan bilan bir yerlar yig'illarni qattiq ching boshqarib shundaq parlamentga yig'illarni, videolarini ko'rdingizmi-ki? Berimiz, qassingiz bo'ldi. Ashundaq yerlarda o'diqmay tamtirmay darhol ulashtirib, darhol birimlarni yezib, darhol qildi. Bazoqlar o'shdan oldindan tayyorlanmaydi ular. Oxirgi minutlar qilishga to'g'ri qolgan bir ishlar bo'ldi. İçide bombuz qılanmaydı odam. Ya içide bombuzlar emas, ilqi tuyuqsizlik bo'lib qoldi bu ishlar. Ilqi ya bular yig'in, bundaq bir press conference deb, bundaq bir yig'in o'tkazib, video taqdimiz deb o'ylamay qolgan vaqtlar bo'lib qolgan ishlar bo'ldi bularda. Bosma ash tamtirmaylar chiqib qoldi, chunki 12 yoshdan boshlab bekor ishlab ishlamagan ish qolmadi. Butun yerlarda ishlab chiqdi. 17 yoshdan boshlab maosh ep ishlaydigan bo'ldi. 17 yoshdan boshlab. Shuning yaxshi ishlayotdi, uzun yillik tajribasi bo'lib ketdi hozir xizmatda. Chunki bizning uchun shu Uyg'urlar bo'lsin deyotgan bizda bir xil identity crisis deydi. Kimlik bir masalasi bor bizda. Kimligimizni yo'qotib qo'yapmiz. Kimligimizni yo'qotib qo'yayotgan boshqa biz Uyg'urlar madaniyatimizni saqlab turishimiz kerak, kimligimizni saqlab qolish uchun tilimizni saqlab qolishimiz kerak. Shuning uchun Uyg'urlar bilan Uyg'urlar birga kelib, Uyg'urlar ota-onalar bolalarini tarbiyalab, bolalar bolalarini tarbiyalash kerak. Buning uchun Uyg'urlar bilan bo'lib, Uyg'urlar bir yerda jam bo'lib, Uyg'urlarni saqlab qolish uchun tirishish kerak. Bu boshqalar to'y qilish deganning o'zi assimilashninki eng bir muhim omillaridan birisi. Shuning oldini olish uchun assimilyatsiya bo'lib ketishning oldini olish uchun Uyg'urlar to'y qilish kerak, Uyg'urning bolalari tug'ilish kerak. Eng muhimi Uyg'urning bolalari tug'ilgan bilan bekor. Cho'qim ularga men bolamga tilini o'rgatdim. Qizimni Uyg'urchani o'tib chiqdim. Bu qizim bolalarni Uyg'urchada o'qitish kerak. Ona til maktablarini qurish kerak bundan keyin. Shular uchun Uyg'ur akademik Kanadaning oldi bundan keyingi vazifamiz nimasiz? Cho'qim ona til maktablarini ko'plab qurish, Uyg'urlarning bolalarini Uyg'ur millatligini o'stirish, mumkin Uyg'ur tilini o'stirish, Uyg'ur tili bilan shu bizning nimamizni, kulturimizni qattiq saqlab qolish kerak. Shu vaqtda biz kimligimizni saqlay olamiz. Tilimiz bilan kulturimizni yo'qotib, bizning kimligimiz yo'qolib ketadi, bizning bu yerga chiqib vaqirg'imizning, niqimizning foydasi qolmaydi. Vatandagilar balkim vatandagilar biz vatanni texi yo'llik chiqarib vatandagilar tugab ketishi mumkin. Biz mishaqtikilar vatanni mishada qurib, mishada davomlashtirib qilishimiz mumkin, kim bildi. Shuning uchun shu oldida biz Uyg'ur bo'lib turishimiz kerak. Uyg'ur bo'lib turmasak, uni qanday qila olamiz? Bir oddiy, bir aqlli bir ish bu Uyg'ur bo'lib turishimiz kerak. Uyg'ur bo'lib turishimiz uchun u boshqalar bilan to'qib assimilyatsiya bo'lib kelsak bo'lmaydi. Xitoy bilan biz nima uchun Uyg'urlar saqlanib qoldi? Uyg'urlar Xitoy bilan assimilyatsiya bo'lmag'ach saqlanib qoldi. Nima uchun dinimiz bor bizning? Kimligimizga oid o'xshamaydi. Kimligimiz bilan dinimiz saqlab qoldi. Bu yerda kimligimiz bilan dinimizni saqlab tutsak, u vaqtida Uyg'ur bo'lib saqlanib qola olamizda. Mening hozir eng ansiraydiganim shu Uyg'urlarningki vatanning o'yligi, Uyg'urlar qanday qilamiz deganlik emas, eng muhimi unutib qolibman, bizning eng muhimi bu yerga vazifamiz hozir. Kimligimizni saqlab qolish. Shuni deyish kerak. Birinchi o'ringa nimasiz kimligimizni saqlab qolish eng muhim vazifamiz bizniki. Bu nereden keldi? O til bilan
Ama o kültürünü saqlab qilishdan keldi. Shuning uchun ana til maktablar chuqur qurilish kerak. Ana til maktablar bolalarimiz o'zlari berib olmaydi. Men Kavsarning aran zo'rlab olgan. Keyin uni keyin qiziqishib turg'izildi. O'zlari bormaydi, kichik bolalar tushunmaydi. Ota-onalar rol o'ynash kerak. Shu ota-onalar, ya'ni shu Uyg'ur ota-onalar bolalarni shu yo'llarga boshlaydigan. Bolalardan ko'rsak bo'lmaydimi? Ota-onadan ko'rish kerak. Bizni aslimatsiya qilib etdi degan bilan Mayaning o'zida biz o'zimiz Kanadadagi men ko'rgan 1,5 yil yayni ichidagi Uyg'urcha zo'lab o'rgatib, tilni yaxshi so'zlamagan bolalar o madaniyat, din unutib qoldi, to'liq. Tilni yaxshi ravon so'zlamagan odam. Til deydi emasmi? Ana til maktablarini iqtisod elib shularni nihoyat qisqarliq muntazam qurib chiqqanda chet elliklarga boradigan bo'ldi. Uyg'urlar boradigan bo'ldi, u vaqtda ahvol o'xshamadi. Shu oldimizga bir muhim vazifamiz Kanadadagilardan kutadiganim mening kimligimizni saqlab qolish uchun ana tilni kengaytirish, ana tilni o'rgatish, ana til bilan qisqin qilib, shunday bir yo'lga menishimiz kerak. Shu yo'l bizning oldimizga bir yo'l chiqargan yo'l. Hozir eng qilolaydigan, eng muhim yo'l. Taraqqiyotida, qanday menyapti kundalik turmushda, qanday xiyollar bor, qanday g'amlar bor, qanday qo'shaloqlar bor, men bilib turishim kerak deb o'ylayman. Ana o'g'andan keyin shuningga davomli suhbat qilib turamiz. Suhbat qanday boshlandi desangiz, boshda muhabbat boshlandi. Masalan, "Voy Kavsar qizim, sizni mana necha kun paranglashmadi, qancha paranglashib sig'in ketdim. Sizni bir quchoqlab o'tirib, undan keyin Kavsar, ne qandaroq atroflar, o'zingiz qo'shal yuryapsiz? Nimlar bor, nimlar yo'q. Gap qilaylik deyman. Unda qilaylik deb qilmaydi bol degan. Shundan keyin shu Ashta o'zgarish yo'q deydi. Degandan keyin unda atrofimda necha kundan Kavsar nalar bo'ldimi? Bir yillik bo'lgan, bir ism kelib qolsa, shuni so'rab, qizim qanday bo'ldi? Masalan, o'tgan haftada Zubayri shu Montrealga chaqirdi bularni. İşləganlarni biroq men yozdi bir yig'ilib chaqirdi. Shu ism kelib qolgan bo'lsa, masalan, nimaga chaqirdi? Ya chaqirdi, bordinglar, qanday bo'ldi? Nimalar paranlarni qildinglar deb. Degandan keyin mishta savollarni so'rayman-da, bir gap, shu nima ishlar bo'lyapti, nima o'ylayapti shuni bilish uchun. Biroq qiz biroq gapni chiqirdi, yig'iz gapni. Chiqargandan keyin shundan qizim anlab shunga men bunda o'yladim deb o'zim o'ylagandim deyman. Asos jihatdan qo'llab va yaxshi qilibsiz, to'g'ri qilibsiz deyman. Ba'zi yerlarda o'zim to'g'ri bo'lmagan bol degan bola emasmi? Qanday bo'lsin, kichik ba'zi vaqtlarda ba'zi gaplarni mundaq qilib qo'ygan. Yoki ba'zi ishlarni to'g'ri to'g'ri o'ylamagan vaqtlar bo'ldi. Bu vaqtda qizim bu mundaq bo'lib qopti. Mundaq yaxshi emasmikin? Men mundaq o'yladim deb deyman. Shunga suhbatda deb ba'zi qiqilib tuzdi va ma'qulroq diqqat qilaydi. Ba'zi men menda o'ldim deydi. Herhalde o'yinib boqdi shu ishni. Shu davomli fikr qilib, paranglashib, nim o'ylaydi, nim xiyollari bor, nim planlari bor. Men boshda paranglashibdim. Men kichigidan tatib, talalarga chiqib, jurin Kavsarsiz o'ynab, men kelayli, baqchiq chiqib o'ynardi. Baqchilarda maktabda nim bo'ldi deb, maktabdagi ahvollarni egallab Anki siz nima dedingiz deb davomli ashuna qilardim. Men bek oldirash bo'lmasa boshqa vaqtda vaqtim yo'q da. Men tajribaxonda 5 yil doktorlik o'qidim. Belgiyada Moskva magistr o'qidim, Meyga magistr o'qidim. Atdiyan chiqib kash kelma. Shuna kelsammi bolaninki shu nima bo'lyapti, maktabning bo'lyapti, bolam nima o'ylayapti, men uchun muhim. Maktabdan chiqsam qizimning ahvoliga qarab egallab qilmayman. Lekin mening noyda jiddiy bolamni tashlab qo'ygan vaqtlarim bo'ldi. Masalan, maktablardan olmay unutqilib ishda. O'qiz maktabda meni saqlab o'tiraverib, ishda ishlar bo'ldi, unda kunlarni bo'ldi, noyda qiyinchilik bo'ldi mishada. Kamiljiroqda ishlar bolamni kichik, ishda qo'ydigan yer yo'q, uylarga yolg'iz qolib nurg'un kunlar bo'ldi. Lekin shu qizim nima deb o'ylaydi desa, opam tirishyapti, opam yaxshi, opam o'qiyapti, opam o'qib keyin mundaq bir odam bo'ldi deb o'ylag'ashqa qizimni uni to'g'ri tushunib nima qildi. Men deyman, Kavsar o'qimsaq bo'lmaydi, o'qimsaq ish topolmaymiz, boyat o'qimsaq putirab turolmaymiz, shuning uchun o'qiyapman deyman-da. Davomli yo'q vaqtlarim bo'ldi. Oson emas.
Qizimni bek yolg'iz jaboliq bilan o'tkazdi, bir tal bola. Qo'yib qo'ydigan yeri yo'q, apardigan yeri yo'q, urug'tiqimisi yo'q. Hiç uydim hamra bo'lgan narsa mushuk. Mushukdan boshqa do'sti yo'q, shuncha yillarni ashlar o'tkazdi. Keyin kunlarda ondan keyin kichkina vaqtim bo'lgandan tortib, lekin hatto oxirlarda bo'lsa-mu, nima o'ylayapsiz qizim, nima deb ahvolni qarab qolyapti meni. Shuning uchun bola tarbiyalash o'yliqi uni buni o'qiy bilan emas, odam bo'lish kerak oldi bilan. Bilimni-chu hamma odam ola oladi. Shu bilimni insonlarning foydasi uchun ishlatish uchun odamda shaxsiyat bo'lib ketmasligi kerak. Har bir mana mo'maynimo qaysi kuni yeniq berib qaragan doktorlarga ketib bugun tuyab ketibdi. Hammamiz beshidimizda ketimizdan mayli qayerga osmon uchib ketaylik, bizning borib ketadigan yerimiz bir uchib tuproq. Uni kichkin tuzukroq odam bo'lib ketsak nima bo'ldi uni deyman-ku. Eski olsaqmi ketimiz, yomon bo'lsaqmi ketadi. Undan bir choice bir men tanladingiz. Albatta yaxshi odam bo'lib ketgan yaxshi emasmi? Meni pek oddiy mening turmush bo'lgan falsafam shundaqlam. Baribir roman bir kun ketimiz, hayotimiz oxirlashadi. Hayotimizni qadrlab, yaxshi ko'rgan ishlarimizni qilib, o'zimiz orzu qilgan narsalarga imkoniyatdan bo'lsa yetib, undan bir yaxshiroq bir odam bo'lib ketsak. Shuni siz filmingizni hozir pul topmasangiz keyin topsiz, keyin bo'lmasa nima bo'ldi? Qimmatli bo'ldi. Qimmatli bo'ldi. Bitta ishlarni qilib, kambag'alroq bo'lsangiz, qimmatsiz ishlarni qilib, quruq u yoqashlab, bu yoqashlab, boyog'anning foydasi yo'q, yeb-ichib, o'ynab kulib. Yana birisi bundan keyin Uyg'urlar imkoniyat bo'lsa, igilik tiklab, o'rni tiklash kerakmish jamiyatda, umumo'yim. Shu vatanning qurilishi, shu insonlarning saqlash uchun o'zimning kasb darsida kuch chiqara olgan bo'lsam, undan sirt yana bizim vatanning bir taraqqiy qilishiga bir kuchimni qo'sha olgan bo'lsam, shu mening orzuyim bo'ladi. Vatanga borsam, dadam opam tugab ketdi. Tuproqlarni ko'rmadim. Shu tuproqlarni yo'qlasam, dadam opamning tuproqlarini yo'qlasam, ular shu do'stlarimni ko'rsam, albatta qarindoshlarim va qarindoshlarimni ko'rsam, deb ashundoq deyman. Sizlarcha mumkinchiligi bordek his qilamsiz vatanga berishga? Agar vatan ozod bo'lib, vatan shu hurlikka erishmaguncha vatanga bormayman. Ashundoq bir kun kelsa vatanga borman, chuqur u bir kun keladi, balki hozir keyin biz bilmaymiz, lekin bir bosqinchi hokimiyat davomli undaq tuttirib turolmaydi dunyoda. Bütün ashundoq hokimiyatlar Hitlerdan tortib, Germaniyadagi fashistlardan tortib, bütün ashlar asta-asta yo'qolgan. Xitoyni yo'qoldi, Xitoyning bu hokimiyatini yo'qoldi, vatan hurlik chiqdi. Lekin shu kun kelgach biz bormiz, bilmaymiz. Shu bizning orzuyimiz. Chuqur u kun bir kun keladi. Ishimda bir kun keldi. Shuning uchun ham shu ozroq o'zimiz qilib boshlanib bitirishimiz kerak. Shuni bir maqsad qilib hayotimizni bir yetadigan bir manzilimiz bor ekan, shu bir manzilni nishon qilib yashaymizda. Ziyada bu davlatlar ishkim yurtimiz qoldi. Biroq bu menga yurtimiz emas, yana shu ona vatanimiz, o'zimiz vatanimiz yurtimiz. O'qitganlarni albatta sevgimiz, ularni hozir yugrab berib ko'rgan bor. Biroq bütün insonlar shu turmalarda, shu azob tortsa, ashlab nimalarda jazolarda turib vaqtida meni vicdonim berib, meni oilamnikilarni o'zim berib, oilam bilan ko'rishga ishlarni asosida aytmaydi. 2023-yili kirgandan buyon Xitoyning ba'zi siyosatlarning o'zgarganligini ko'ryapmiz. Shaxsan Kanada bo'lsin, Yevropa davlatlariga vatandan ba'zilarning urug'liqlarning chiqqanligini va vatanga ketayotganligini ko'ryapmiz. Qanday o'ylaysiz bu Xitoyning siyosiy butunlay bir aldamchilik, ko'zbo'yamchilik. Bu dunyoda besimlar kuch ko'p ketdi. Uyg'urlarni andaq qilsam, erkak qirg'inchilik yurgatsa, besimda yuqori ketgachga, shu besimni ko'zbo'yamchilik qilish uchun ashundoq ba'zi bir odamlarga ashundoq berishga, kelish fursatini beryapti. Tashviqotga ashundoq uyib, ashundoq moslashib bergan bo'lamiz.
mayli tuva mishadikilarga yerliklarga tushuntirish bo'lsin bizning qirg'inchilik bu uchrayotgan qirg'inchiligimizni mayli uyg'urlarningki yana engini o'stirib yoshlarga tarbiya qilish bo'lsin buni men hech qachon bir yaxshi taassurot bo'ldi deb o'ylamayman. Agar butun uyg'urlar sirtda bo'lgan bo'lsa kamplar taqalgan bo'lsa hamma uyg'urlarni ko'ra oladigan bo'lsa ko'p ketish kerak. Biz bir necha tilimiz biz shaxsiy o'zimizning manfaatlar o'zimizning ota-onalar boshqalarning ota-onalar uchun shunchalik odamlar berib ko'ramaydi. Bütün rəhbərlərinin ata-analары türmələrdə ölüb getdi. Kimnin kövrəsi gəlməydi? Mənim hazır bir qərindaşlarımla, urug tuqallarımla bütün urug tuqallarımız həmmimiz əşər kövrəmiz gəldi. Kimnin kövrəsi gəlməydi? Lakin Xitay aşındaq qılıb bütün bizning qalğan qərindaşlarımız, uruglar qərindaşlarımız türmə tutub жүргән mənim vicdanım kötəlməydi. Berib mən özüm şəxsən özümlə oylab berib aş adamlarını görüp yan vatanı to'g'ri dastlab aşağı işini yap, tamog'ini yap, ashta qilib kelishga mening vicdonim ko'tarmaydi. Shu qilib biz buningki salbiy ta'sir bo'lsa bo'ldi ekan, ijobiy ta'sirini aytamiz. Irqiy Ular mushuk kasbini o'qib, tanlab, hozir mushuk ishlarni qilyapti. Uçurgan zulüm geçkanda insan uçurgan. Texnikaga tayinib elib beriladigan bir qirg'inchilik uchrayapmiz. Texnika. Bronklada ya qechib ketalsangiz qechib ketaladingiz, o'rningizni, qayerga kelganingizni topib tutamatdi. Tutilib qolsangiz, joningizdan arlatdingiz, masalan, German faşistlar mazgulda kelmaslikka irqiy qirg'inchiliklarni deyilsa. Lekin hozirgi bizning uchrayotgan irqiy qirg'inchiligimiz no escape deydi, qechish yo'q. Mümkün emas qechib qolamiz. Chunki bu texnologiya, bu texnikalarga tayinib ibratlangan misolga boshqa. Shuning uchun har qanday vaqtga bir qirg'inchilikka o'xshamaydi. Buni butun dunyo tushunish kerak, Uyg'urlar o'zimizni tushunib ketishimiz kerak.